Biznes boshqarish loyihasida bugungi eng asosiy dolzarb temalardan birisi etiket masalasi bor. Yana biznes etiket, ya'ni insonni odob axloq, yaxshilik yomonlik haqidagi fikrlarni shakllanishini o'rganadigan fan ekan va buni hayotda bo'lib turgan jarayonlari bilan gaplashish uchun studiyamizda bugun Feruzbek Matkarimov, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent mehmonimiz bo'lib turibdilar. Feruzbek o'zi biznes etiket bilan ommaviy madaniyat yoki insonlarning madaniy xulq-atvori o'rtasida farq bormi? Ularning o'rtasida nimani tushunish kerakmi, farqlash kerakmi? O'zi uch xil tushuncha bor: etiket, etika va estetika. Etika bu insonni ichki tushunchalari, o'zini madaniyati, o'zini boridan boricha odamning ishi bo'lsa shu. Etiket esa endi masalan biznes etiketi bo'lsa, bu aniq standartlar bo'lishi kerak. Ya'ni bu faqat o'zini shaxsiy fikrlash bo'yicha namoyon bo'lib bilmaydi, bu yerda aniq standartlar bo'yicha yetish kerak. Estetika esa endi bu did, nafislik, noziklik, ya'ni masalan etiket bo'yicha klassik kasb-cholar yeyish kerak bo'lsa, endi estetika buni sinchkatib tanlab bilishda gap endi. Masalan, qaysi uchrashuvga borayotirmisan yoki bir boshqa bir ko'rgazmali joylarga borgandami, leksiya qilayotirmisan, tinglovchimisan, shunga qarab turib endi tanlab bilishinda bo'ladi. Aytaylik, siz yaxshi shartnoma tuzish uchun boryapsiz. Nechta rangdagi kasb-cholarga borasiz? Xo'p, endi bu yerda nima maqsadda borishdan qaraydi. Masalan, endi standartlar bo'yicha gaplashamiz. Biznes etiketi standartlar bo'yicha ketadi. Standart bo'yicha agar siz leksiya qiluvchi bo'lsangiz, leksiya qilayotgan odam bo'lsangiz, qora kostyum-cholar kiyish tavsiya qilinadi. Qora kostyum-cholar shunga mos. Masalan, oq ko'ylak sveti kostyumdan ochiqroq bo'lishi kerak deb aytadilar. Ko'ylak ozgina kostyumdan chiqib turishi kerak, klassik kostyum-cholar bo'ladigan bo'lsa, chiqib turishi kerakda, masalan, qo'lni ko'targan vaqtda ko'ylak ko'rsatish kerakda, qo'lingiz emas. Shunday etiketi bor. Agarda siz tinglovchi bo'lsangiz, boshqacharoq svet tanlashingiz mumkin. Masalan, temno-siniymi, seriymi, vamshi klassik uslubda tanlab kiyinib borsangiz bo'ladi. Endi az chiqib turibdi, ko'p odam masalan pol klassik kiyimlar deydi. Masalan, men shu o'tirishim. Bu masalan ikkimiz gaplashib o'tirishimizga to'g'ri keladi. Lekin bu shaxs ekan baribir klassikani o'rnini bosib bilmaydi. Bu aniq standartlar bo'yicha men shaxsiy fikrimcha, masalan, yechida ko'rmagan, masalan, prezident chiqib pol klassik kiyimda gapirib turganini yoki hokim yoki boshqa katta bir uchrashuvlarda, konferensiyada hech qasida ko'rmaganman men to'g'risi. Bu sizning ko'rmaganingiz ular shunday kiyinishi mumkin emas deganim? Giyinish mumkin emas degan joy yo'q, lekin bu standart bo'yicha shunday. Yaxshi. Endi bugungi temani tanlanishining asosiy sabablaridan birisi ham shuda, Feruzbek, bizada hozir trend deylik. Bizada ham siz bilasiz, fokusimiz Xorazm, O'zbekiston ichi hisoblanadi. Shuning uchun kinolarda ko'rib qolamiz, ijtimoiy tarmoqlarda chiqqan roliklarda ko'ramizdan darrov bu strategiya ishida ekan deydidan darrov xodimlarga nisbatan yoki mijozlarga nisbatan shu strategiyalarni qo'llash jarayoni boshlanadi. Bu yerda ko'tarishimiz kerak bo'lgan mavzu odamlar o'zini mijozini jalb qilish uchun yoki mahsulotini sotish uchun yoki ishonchni qozonish uchun o'zligidan ketishi kerakmi? Birinchi tomoni. Ikkinchi, masalan, biznes etikani o'zini moslashtirishi kerakmi? Shu ikki narsaning o'rtasida tafovut topib bilamizmi? Xo'p, bu yerda hozirgi kunda ijtimoiy tarmoqlar bo'yicha gapiradigan bo'lsak, trendlarga ergashib tursa, masalan, PR qilish. Endi ikki xil narsa bor. Agar biz zamon talabi endi bu siz ilojam bo'lmaydi turibdi. Birinchi sifat ham bo'lib turibdi, ikkinchi ozgina reklama, PR ham kerak bo'lib turibdi baribir. Lekin agar faqat siz PR qiladigan bo'lsangiz, bu uzoq vaqtda bormaydi. Teyinda baribir sifat ham bo'lishi kerak. Aynan meni fikrim ikkisini chambarchas olib borish kerak. Chunki sifat bor, zo'r, hammasini joyiga yetib turibdi, buni odamlarga ko'rsatib berish kerak. Odamlar asosiy vaqtini yerda o'tadi, ijtimoiy tarmoqda. Ijtimoiy tarmoqda eng ommalashgan videolar trend videolar. Ular menimcha ergashmayincha iloji yo'q. Uni ham qo'llash kerak. Uni ham qo'llash kerak, demak. Agar biz hozir aytib o'tganimizdek, mahsulotni o'tkazish yoki ishonchni qozonish yoki iste'molchilarni jalb qilish uchun kitobdan chiqib ijtimoiy tarmoqlarda hamma narsani filtrlash uchun ham kitob kerak-ku, to'g'rimi? Kitobdan tashqariga chiqib ketsak, unda biz ertangi kunda qaytishimiz uchun katta distansiya yo'qotib qo'ymaymizmi? Hozir shunda kitob o'qimasdan faqatgina ijtimoiy tarmoq orqali yetsa bo'ladimi deb. Ijtimoiy tarmoqlardagilarni filtrlamang.
hayotda tatbiq etaversak. To'g'rimi? Bilamiz. Turgan trendlarga ergashaversak. Ava. Mavjud turgan bo'lsa shuni. Ava. Yo'q. Buni nechap filtrlash mumkin? Men bilishimcha, siz o'zi kamida 3 yoki 4 ta biznes bilan bugungi kunda meni yoshlarga matematikadan yoki prezident maktabidan tayyorlash jarayoni bilan shug'ullanasiz. Buni ham o'zini baribir ozgina bir qismi tadbirkorlik faoliyati bilan bog'liq, to'g'rimi? Ava. Masalan, siz bolaga matematikani bilimlarni o'rgatishni asosiy faktor qo'yasizmi yoki bola nomini talab turg'azsa shuni o'rgatasizmi? Men uchun bilim berish. Menda bilim berishda meni 10 yillik tajribamdan ko'radigan bo'lsam, bola bilim berganda birinchi navbatda tartib. Birinchi navbatda O'yin gulgi ikkinchi o'rinda. Chunki men 2 xil metod bo'yicha yondashib ko'rganman. Ko'raman hozir ko'p podkastlar masalan birinchi navbatda o'yin gulgini qo'yib qo'yadilar. Masalan, Halloween bayrami deydi, Halloween bayramida tayyorlanadilar. 10 kun vaqtini yetadi. Bayramda bolalarni o'rganmaydi. 1 minut vaqtini ham isrof etishni xohlamayman axir. Shuning uchun men yem bolalar agarda men shu trend bo'yicha yetsam, to'g'ri men 100, 150, 200 bolam yennashim mumkin. Lekin men o'zimni shaxsiy prinsiplarim bo'yicha yetaman. Menda navbat birinchi tartib qoida, o'qish, hammasini zo'r aytib bersa, ana keyin rag'batlantirishlar keyingi o'rinda bo'ladi. Masalan, qarang, bu yerdagi biznes asosiy maqsad pul topish bo'ladigan sohalar bor. Asosiy maqsad pul topish bo'lmasligi kerak bo'lgan sohalar bor. Masalan, ta'limni biznes etib bo'lmaydi. Men bu bolani mas'uliyat bilan olib qoldimmi bo'ynima, uni o'qishga kiritishim kerak. Birinchi navbatda ta'lim yetadi. Eğer onu o'yin gulga yaradığım bo'lsam, keladi 100-150 odam ham keladi, lekin sifat bo'lmaydi bu yerda. Boshqa masalan xizmat ko'rsatishlar bo'lsa, masalan restoran yoki boshqa bir joylar bo'ladigan bo'lsa, bu yerda asosiy maqsad odamni ko'proq jalb etish bo'lib qoladi. Lekin bir joy bor, doimiy mijoz degan narsa bor, selofon marketing bor. Eng kuchli marketing bilan selofon marketing bu. Ya'ni odamlarni bir-biridan o'rganib borishi. Endi o trendlar ham ichi bir bo'ladi, ikki bo'ladi, menimcha keyin to'xtaydi u narsa. Chunki ko'rib turibmiz, bu yerda hozir masalan reklama berganda, yana blogerlar, hammasini yomon joyim yo'qdan, masalan, bir narsa reklama etib turibdi, borib shu narsani olib ko'rasiz, lekin aytganidek emasdan. Bu masalan men to'g'risi ishonchim kelmay boshladi. Demak, sifatan bo'lishi kerakdan. Reklama doğru adam jalb etib bo'ladi. U yegandan keyin u ko'rsatma berish kerak bir narsa. Faqat keyin odam bilan ish bitmaydi. Asosiy mavzudan chetlashmaymiz, qaytamiz. Yana qarang, ta'limda degan, boshqa dedik. Bugungi kunda yana asosiy narsalardan birisi biznes etiketingda men bir nima bo'ladigan narsalardan birisi bu motivatsiyani yetishmasligi, motivatsiya haqida gaplarni ko'payib ketishi. Siz bunga chiqarasiz. Biznes etiketda o'zi nima deymiz uni? Rahbar, xodim, mijoz o'rtasida biznes etiket tushunchalari bor-ku. Bular o'rtasida motivatsiya urg'u berish qanday qaraysiz? Motivatsiya buning tomoni bor. Masalan, motivatsiyaning kerak joyi bo'ladi. Kerakmaydigan joyi bor. Masalan, nichik erkak odamimiz to'g'risi bizlar uchun motivatsiyani o'zi aytganingizdek erkak bo'lib tug'ilganimiz. Bo'ldi. Uyingda ota-onang bor. Masalan, xotining, bola chaqang bor. Ular sana qarab turibdi. Men uchun masalan birdan motivatsiya shu. Motivatsiya kimlarga berishimizga, biza ishchilarimizga motivatsiya bersak bo'ladi. Nichik usullar bilan. Masalan, og'zaki rag'batlantirish bo'lishi mumkin. Maqtab qo'yish. Yoki bo'lmasa pul bilan. Hozir bilasiz, eng zo'r tizimlardan birisi KPI tizimi. KPI tizimi, ya'ni ishlagandan qarab turib bu narsaga to'xtalamiz. KPI uchun oddiy savolim bor mening. Boshqa motivatsiyani o'rtadan chiqarib olib, bugungi kunda ko'p motivatsiya degan so'zlar haddan tashqari ko'p eshitilik ketdi-da, talabalar savol beradigan bo'ldi. Ular motivatsiyam kamayib boryapti, qaysi kitobni o'qish tavsiya berasiz? Savol berib oladi. Qaysi haqida motivatsiyang kamaydi deyman-da? O'zi nima motivatsiyang yetishmay turibdi seni desa, o'ylanib qoladi ekan. Bilmay yashash, ko'rish, nisha fikrlash, oddiy narsalar bulardan, lekin tushuntirib o'tirasanmi? Motivatsiya o'zi nima degan so'zga borishimiz kerak-da. Teyini surishtirib ko'rsak, motivatsiya degan so'z motiv degan so'zdan kelib chiqadi, ya'ni karson, bahs, nima sababdan paydo bo'ldi? Dunyoda sabab oqibat qoidasi bor-ku, to'g'rimi? Motivatsiya odam zoti o'zi bir marta beriladi. Ishga kirayotganda ishchi ham bir marta, xodim deylik, bir marta beriladi. Shu mehnat shartnoma tuzilganda o'sha allaqachon o'sha mehnat shartnomani o'zi motivatsiya. Keyingi navbatda ish haqini o'zi motivatsiya.
yigit kishi uylangandan keyin endi sen oila boshlig'i bo'lding, ina motivatsiya, tamom. To'g'rimi? Bir yigitga sen endi uylanib, bola chaqangga o'zing boqishing kerak, turmush o'rtog'ingda shuning uchun отдельный har kun unga motivatsiya berib turishga ehtiyoj bormi? Yo'q. Hang. Shu o'rinda bir ajoyib iqtibos keltirib o'tayim. Psixologiya degan sistemamiz bizda ko'payib ketdi va ko'pchilik ayttirdi, psixologlar o'zidan psixolog kerak bo'lib turibdi degan so'zlar chiqib turibdi. Men ko'p yaxshi psixologlar bilan gaplashaman. Endi sohamizdan gap chiqamizda. Qadriyatlar o'zining funksiyasini yo'qotgan joyda psixologiya kerak degan ajoyib gapni aytib qoldim men. O'tirib o'ylanib ko'rsam, haqiqatan ham xuddi shu nimagan degan fikr bor qolamizdan. Chunki farzand ota-onani yaxshi ko'rish uchun psixologik motivatsiya kerak yo'q. Unga psixologiya degan odamning psixik holatlarini o'rganuvchi fan. To'g'rimi? Aha. Endi qarang. Xo'p, agar bu ninjalardan keladigan bo'lsak, bugungi kunda bozor iqtisodiyot sharoitida raqamli biznes yoki raqobatli biznes sharoitida nima uchun biznes etiket yoki etika fani professional kapitali aylanib borayotir? Men azdun savol estanlar motivatsiya bo'yicha aytib o'tayim. Bir odam gap eshitgandan erkim hech kim ahmoq emas degan bir kitob bor. Bunda aytiladi, har kim o'zining zamonına qarab fikrlaydi. Masalan, siz bilan biza o'sha sal kattaroq avlodmiz, o'rta avlod bo'ladigan bo'lsak, masalan aytibmiz-ku, oilamiz bog'liqi bizga o'sha motivatsiya. O 20 yashar balani masalan bo'ynida hech qanday mas'uliyat yo'qdan, shuning uchun unda motivatsiya ham yo'q. Masalan, mening fikrim, men uchun motivatsiya emas, disiplina. Bir etapda yetishey. Masalan, 10 kilometr yo'l. Motivatsiya olgandan so'ng yugurib ketdingiz. Oxirigacha borib bilasizmi to'xtamay yugurib? Yo'q, qayerdadir, to'g'rimi? Energiyani to'g'ri taqsimlashda. Astan peshqadam yurib borsangiz 10 kilometr yurib borib bilasizmi axir? Borib bilasiz. Ben uchun disiplinadan endi zamon talabi shu. Agar to'xtang, hozirgi misolingizda 10 kilometrni qanchadir muddatda degan qismni qo'yib bersak, nima bo'ladi? Qanchadir muddatda degani endi sizni sekin yurish potensialingizni qisqartirishni boshlaydi. Qisqartiradi. Bir endi vaziyatga qarab moslashish degan narsa bor. Time management bor. Time managementda 4 bo'linadi. Shuni bir bo'lakinde filga qiyoslab qo'yiblar ishlarni. Eisenhower jadvali. Eisenhower jadvalida fil masalan katta ko'rsanadi. Uni birdan yeb bo'lmaydi, uni bo'laklab yeydi. Bo'laklar ajratib, to'g'ri taqsimlab, qaysi masofada masalan tezroq harakat etsa bo'ladi. Nerda ozroq ostonroq harakat etsa bo'ladi. Nerda to'xtab olish kerak. Aniq oldin bir planlashtirib olish kerakdan, reja bo'yicha keyin ish olib borsa bo'ladi. Demak, ozgina baribir bugungi kunda professional savolimizga menimcha bir qismda javob berib o'tdingiz, to'g'rimi? Bugungi kunda biz etikani biznes bilan hamohangligi yoki biznesda etikani qo'llanilishi professional kapitali aylanib borishida zarurat bormi o'zi? O'zi odamlar hozir etika bo'yicha mana bir qiziq fakt yo'q qoldim. O'zbek adabiyotida men biznes etikasi, biznesda etika yoki estetika qoidalarining qo'llanilishi, bizni sharq madaniyati bor, g'arb madaniyati bor, to'g'rimi? Amerika orzusi deydi. Amerikan o'z modelini alohida bo'g'ina kirikitadi. Bularning alohida bo'linganligi haqida o'zbek kontekstida adabiyot topmadim. Bu degani, demak, bizda shu narsa hali ehtiyoj yo'q deganimi yoki bizda u narsani hali nima deymiz, hazm qilib bilmadikmi? Adabiyot bo'yicha to'xtaladigan bo'lsak, ayni adabiyot emas, adabiyotning yo'qligi bu yerda simptom sifatida ko'rilib turibdi. Odamlarda unga ehtiyoj yo'qmi? Yoki u narsani hali biza kerak ekanini tushunib yetmayapmizmi? Yo'q. Etiket biznesda kerak. Bu bo'yicha ko'p materiallar bor, adabiyotlar yo'qligi, adabiyot nechik? Kitob ko'rinishidagi adabiyot yo'q to'g'risi. Men biznes etiketdan o'zbekcha adabiyot topolmadim. İngilizce adabiyotlar bor. Endi bu bize yangiroq nisbatan soha bo'lgani uchun deb o'ylaymancha, video darsliklar ko'p, lekin kitob shaklida chiqarishga qiziqmagan bo'lishlari mumkin. Talab ham shu bo'lishi mumkin, ko'pchilik balki kitob o'qishni hozirgi kunda kamaytirganligi. Ko'pchilik masalan video darslikni afzal ko'rib turgan bo'lishi mumkin. Shu sabab bo'lishi mumkin. Lekin etiketni o'rni bu dim kattadan, masalan birinchi navbatda tashqi ko'rinish. Keling, buni azman uni savol etib beracakman. Men faqat ehtiyojimiz, demak, yoki biz ehtiyojni sezib chiqarib bera olmayapmiz yoki odamlar hali bu narsani ko'rib yoki faqat hozir xudo shukr
turizm yo'nalishi bilan, savdo yo'nalishi bilan, ta'lim yo'nalishi bilan, sog'liqni saqlash masalalarida to'g'rimi? O'zbekistondan tashqari chiqib ketib turgan odamlarimiz ko'p. Migratsiya masalasi bo'yicha kelib, oddiy yo'lda yursang ham Rossiyada bunga bedab bilmasa deng, ha? Yoki Hindistonga borib keldim, tibbiyotni ko'rinishi boshqacha. Yoki savdoda Turkiyada bo'lib keldim, savdo imundan ekan. Men o'zim ham yaqinda bir qiziq narsa yo'l qilib qoldim. Saudiya Arabistonga bordim opam bilan, ziyorat deylik. Shunda baribir yana esdalik sovg'a olish uchun borasiz-ku magazinga. O'zbekcha gaplar turibdi ular. Bemalol. Men Ahmad Barik ko'rdim, Hindiston, Bangladeshdan kelgan odamlar bilan ular uning gaplashib turgan, arab tilida gaplashib turibdi, lekin aynan o'zbek kontekstida bemalol gaplar turibdi. Men bir narsadan fokus qiziqli bo'lib qoldi. Anam ikkimiz xarid qilib bo'lgandan keyin sotuvchi qarab turgan, qudalar qolib ketdi. Qarang, istehzoli madaniy bilan bizning kontekstimizni, bizning nima deymiz uni? Nozik nuqtamizga udor berib turibdi. Va bu bizani yana nechada realda-ku ularki. 100 real atrofida xarajat etishga majburiyat. Ko'rdingizmi? Buni biznes etiketiga kirib bilamizmi o'zi? Yoki umumiy olganda o'zi biznes etiketini qanday ko'rsatkichlar bilan baholab olishimiz kerak bo'ladi. O'sha haqida qisqacha to'xtalib o'tsangiz. Hozir aytganingiz bu mijozlar ta'sir o'tkazish. Tamam, mijozning psixologiyasidan kelib chiqib, ular madaniyatimizni o'rgangandan biz yani. Biladi, o'zbeklar qarindoshlik urug'anchilik ko'p, hamma podarka oladi baribir. To'g'rimi? Quruq qo'l bilan qaytib kelmaysiz. Ular shuni o'rgangandan bu novdan gap chiqqan, bu tajribadan gap chiqqan. Siz inglizcha quda degan so'zni bilan ingliz tilidan sertifikatingiz ham bor, to'g'rimi? Quda degan ma'nosini aytib bering. Bilmayman. Chunki unga ehtiyojingiz yo'q. To'g'rimi? Bu tajribadan gap chiqqan. Bizlar ham masalan, sizga masalan Saudiya Arabistonida tug'ilgan bo'lsangiz, siz gap turibdi, kunda har xil O'zbekistonga ko'p odam kelib turibdi. O'rganasiz axshini. Siz restoraningiz bor masalan, Xitoylar kelib turibdi ko'p-ko'p. O'rganish madaniyatidan shunga moslashib turib muomala etasizdan keyin. Bizlar hali balkim talab shakllanmaganligi bo'lib turgandi. Ya'ni davomli jahon standartlari darajasindagi etikani odamlar tushunmasligi ham mumkin. Bu darajadagi muomalani tushunmaganligi uchun ham tamom e'tibor berilmay turgandi balki. Shu yerda bir kichkina e'tirozim bor, Firuzbek. E'tiroz navodan iborat. Klient всегда прав dedi. Ko'cha tilida aytganda, mijoz hamisha haq. To'g'rimi? Lekin buni odamlar talab etib biltirdi-ku. Yoki uni to'g'ri qo'llab bilmay turibdi deb o'ylaysizmi? Mijozlar o'zining huquqlarini talab etib olishi deysizmi? Ha. Lekin uni to'g'ri masala qabul qilish bu yoki noto'g'ri masala deyman. Oddiy ta'lim jarayonida kontrakt to'lab ko'pman kechakak keladi. Ay, u klient всегда прав deb aytganlarini eshitib qolamiz. Forma talab etsangiz shunday narsa yoki savdoga kirgandan keyin men klientman, men xohlagan narsamni, xohlagan muomalamni qilaman. U hurmat dairasidan tashqarida, u senzura chegaralar, senzura deymiz, chegara-ku. Senzurani qo'ymay turib, bemalol turibdi, klient всегда прав degan tamoyilni olib turibdi, lekin unga amal qilish me'yorlaridan uni xabar yo'q. Uni o'zining ham majburiyatlari borligi haqida, lekin afsuski, biznes egalari asosan shu klient всегда прав tamoyilidan qarashga majbur bo'lib qolyatir. Yana shu nuqtai nazardan kelib chiqib beradim savolni. Qarang, endi masalan, shunga biznes o'zining huquq mijoz o'zining huquqlarini talab etgandan kelib chiqib, etika qo'llash kerak deb turibmiz, to'g'rimi? Shunda masalan, u mijoz ham novun talab etadi, u o'zini fikrlash doirasidan kelib chiqib talab etib biladi-da. Masalan, standart bo'yicha restoranlarda bo'lsa, ovqatni qaysan tomonidan berishi, qaysan tomonidan olib ketishi bor, to'g'rimi? Uni tushunmaydi odam talab etib bilmaydi axir uni. Qaysi taraf ochib qo'ysa shundan kelib olmaymi uni? Yo'q. Uning o'zining etiketlari bor. Ovqatni qaysan tomonidan berish, qaysan tomonidan olib ketishi. O'zining etiketlari bor, shart ovqatlanish, masalan, ofitsiantlar shart mijoz xizmat ko'rsatishi. Keling buni biz standartda saloldan etiketni ko'rsatuvchi ko'rsatkichlar. To'g'rimi? Bulardan ular kiradi, nutq madaniyati. Salomlashish. Bizda bir oddiy gap bor o'zbeklarda. Kiyimingizga qarab kutib oladi, muomalangizga qarab kuzatib qo'yadi. To'g'rimi? Menimcha eng katta o'zbek konteksti uchun yoki bizning madaniyat uchun eng katta nima bu? deb o'yladim, lekin bu o'rganishim bo'yicha bu g'arb madaniyatidan ham, sharq madaniyatidan ham qo'yilgan talablardan birisi ekan. Siz xohlaysizmi yo'qmi, baribir tashqi ko'rinish asosiy narsalardan birisi. Chunki milliyligingiz yoki sizni u tomonga ko'rsatib turgan hurmatingiz tashqi ko'rinishdan shatadi, akslanadi ekan. Shu nuqtai nazardan shuni bir bosqichlarga borib, bir kuzatuvchilar uchun chiroyli bir ilm sifatida ko'rsatib bersak. Xo'p, birinchi navbatda salomlash bo'yicha
başlaydigan bolsak, salamlaşdıdan. Masalan, salamlaş özünü adappa, kol berip görüşgende, salamlaşganda 1, 2, 3 sekund uzakı. Ha. Lekin kolunu sıkış kerak. Emniyeti kolum näti, bir Emniyeti, näti. Ava, bu narsa bolmaydı. Immuniyeti Ava, bu narsa bolmaydı. Ya uzaktan kolunu tutup gelediler. Mesela, sonraki, ha? ava, aralık mesafani saklagan haladım, yakın gap gitmeyin. Kolunu sıkıp, məhkəm sıkıp, mesela 3 sekund boldu. Bundan köp emas. Eğer de siz minnettarçılık bildirecek bolsan dedi, yelkeden kalkıp koyuş bu hata. Tirsekte urup koyuş mümkün. Size mesela şu adam niçiktir işinizi bitirip verdi, sonra minnettar olup salamlaşatırsınız, tirsekten 2 metre 3 metre kalkıp koyarız boldu. Bu en doğru salamlaş yolu. Bize de azimine salam berip kelle vuruşturup Yok, kelle uçturuş bolmaydı. Biznesi umman doğru gelmedi. biznesden köç edemek. Köçələrim doğru gelmedi. Yine kılınan hatalardan birisi salamlaşkan vaxtı kolunu yüermediler. Bir güçlədik bu. Doğru. İçinizden 3'e sanan dedim bu. Evet. İçinizden 100'e sanan sen yüermedin kolunu. Doğru. Bundan kolay. Tart vacayken bulasın. Dur evde kolunu yuşap gepler şey gepin axıraca kolunu yüermedi. Her xil vəziyyət var. Məsələn, yazdı gün bu adamın kolu dəliydi. Evet. 2 metr kolunu uçsat durgandan ki təsəvvürün içi halata düşüşünüzdə. Yanında adam olsa ne kolay bok kalır. Şu. Çünkü başkalarına nispeten sen mən üçün hiç yemezsen, şu adam mən üçün kadırlı diye. Adette onu hürmet nispetine görstemende ben. Ha, bu nə kolay vəziyyət bu qaladı. Ya ki olmasa oturubsuz bir adam geldi. Onunla sen turmen durup salamlaş. Bizetin orundan turup salam veriş gerek. Bizetin, elbette. Elbette orundan O müracaat kılganda ne? Mesela siz ben tanımıyorsunuz. Muhakkende müracaat kılışınız gerek. Assalamu aleyküm. Keçiverəsdən başlanadı. Keçiverəsdən başlanadı. Deməli- Bizden adamlar az ilk gündə öyrənib başladı, keçiverəsdən müraciət edişə. Əldən bir nəsə kəmər qədi. Məsələn, bu etiket yani fakat yani biznes demez. Mesela köşeden epke ya dayı dep çakırmayın geçirəsiz. Dep çakırıp durup salam verip maksat öt gider şey oldu. Siz bilen ben birinci mərtə uçaştık man. Biz hemkar bolacakmız. Hey? Birinci salamlaştığı kayda ne buluşu gerek? Salam verip özünə danışdırış. Assalamu aleyküm. Aha. Salam verip özünə danışdırış. Eğer sizin yanınızda mesela bize ikimiz birbirimiz tanımız. Ki mesela başka beraberden görüş atırımız. Özel bardık ikimiz. Üçüncü şahsı mən tanımam. Yerde sizin mən danışdırışım gerek. Siz özünüz istemez. Sizinle mən danıştıramam. Üçüncü şahsını size buna mən danıştıramam. Çünkü mən iki insan tanımam. Acayip. Eğer de fakat iki adam görüş atırgan bolsanızla özünüz danıştırarsınız. Bu uçraşularda əbzətini boluşu gerek. Ya biznes uçraşu boladığım bolsa, təşrif qazınız əlbəttə boluşu gerek. Əlbəttə boluşu gerek. Buna şərt bərib alışlanan qaydaları var. Bu amində nevdəlik insə qarab durubdan. Çünki siz yani nevə baratıran bolsanız, həmkarınız qaysı dövlətdən bolsa, onların etiketini öyrəniş gerekdən azgına. O xalqara etiketimiz doktorlarımız bu işlərini aytıb verəmə. Biz azı özümüzde içki getməşək, magazine barasız. Salamlaşdığını demək aytdıq. İndi qaysı qaldı? Taşqı görünüş. Taşqı görünüş. Ya aytqanınız deyim, taşqı görünüşə qarab kütüb aladı, muamiləsinə qarab uzadar dediniz ki, taşqı görünüş çıraylı bu bir iş həmən kolundan gələdi. Özün istədim, estetikəni suna doğru gəlmədən bolsa, hazır gündə köp stilistlər var. Sizə stil yaratıb bərədi, pulunu bərədiniz, çırayla ətibisini qoyub bərədi. Elə gen sonucu ağzınızı açıp gəpləb başladınız. Bunda indi sizin içdikiniz görsənədi da. Aşağıya bak. Taşqı görünüş yana mayt ötdük. Niye dəlik insə qarab. Qayırdəlik insə. Ava. Məsələn yine smoking var, doğru mu? Smoking kəsdim çavulur var. Babışka bilən giyərlər. Şimdi nereye geçmiyor? Biznes uçraşı var giysə bolar mı? Biz Özbekistan'da giyiləyəncə var mı? Yok. Kəmində azı giyib yürütdülər, valla. Lekin oxşam giyib getdi. Bizə də giyiyor oralarda görüp kalmasak, bir əməkçisə də görüp kalmasak. Yani konferans nələrdə bolsa, yılını, məşğullarını elan qıladığın konsertlərdə görməsək. Doğru mu? Smokingdən giyib bağladığın sonra bax, bu tədbirlərə giyilədi. Uçraşulardan keyingi. Məsələn, uçraşu oldu, gecdə banket deyəli. Gecdə banket var. Ava. Şuna giyib barsanız. Tantana var demek. Ava, tantana. Resmi emas. Resmi emas. Resmidə smoking giyilmir. Yine hazır nəni görəmiz ki, kostyum çalır durdu, teyində krasovka. Doğru mu?
Endi masalan o'zingiznikini men ozgina to'xtaldim. Kostyum bilan futbolka yoki nani giyilishi. Qanchalik darajada giyinish etikasına to'g'ri bu? Bu diğerden joyinsa qarab. Mesela bir daha erkin muloqot. Mesela resmiy gelib o'tirganimiz yo'q, to'g'rimi? Kiyasam bo'ladi. Men buniki ertang dars o'tadigan vaqtim kiyib borsam bo'lmaydi. Yani etikasına to'g'ri kelmaydi. Dars o'tchagimiz klassik kostyum chaldi, oq ko'ylak. Mekan va zamonda qonun qoidalar o'zgarishi mumkin. Casual deb aytiladi. Masalan, bize işte kafedrada, ofisda ishlab o'tiribmiz. 5 tane hamkasb o'tiribmiz. Ishlab o'tiribmiz. Unda kiyib borsam bo'ladi. Endi men talabalarga o'tgan vaqtim bu narsa to'g'ri kelmaydi. Bu yerda men o'zim ish formamni kiyishim kerak. Bir narsa aytdim, e'tirozim katta bo'ladi, Feruzbek. Bizni yoshlarimiz deylik, bizlar endi o'rta avlodga kirib qoldik, yosh emasang, avval ergashadigan narsalarimiz kino yulduzlar, aktrisalar, qo'shiqchilar yoki futbolistlar yoki biz uchun mashhur odamlarni giyimidan prototip sifatida foydalanish. To'g'rimi? Lekin ularnikidan masalan hozir hech qanday ichida standartli yo'qligini ko'rib qolamiz. Aytalik, oppoq ko'sh, yoki keyin qora kostyum chalur, yoki nima deymiz uni? Kostyum shimda nada turibdi-da, lekin krossovkada turibdi. Kallada kepka. Xo'p, bu etiket qoidalari bilan qanday kurashish mumkin? Yoki bu ham o'zi giyinishning bir qismimi? Yo'q, bu etiketga to'g'ri kelmaydi. Men eldan bir dimbo'sash klassik giyinishni to'liq aytib o'tib ketayim. Klassik giyinishni, masalan, qora kostyum chaldi desak, oq ko'ylak, aytdik, yoqasi uzun. Kostyum chaldidan eng kalta oq ko'ylak kiyish mumkin emas. Bo'lmaydi. Tufli agar yipli tufli bo'lsa, yaxshiroq ko'rinadi. Nega ikki ko'p o'zingizdan masalan, to'g'rimi? To'g'rimdan qarishni bo'lsa ham bo'ladi. Qara kostyum chaldi bilan, lekin unga remen, kamar narsa to'g'ri kelishi, sveti mos tushishi kerak. İkisi mos tushsa yaxshiroq bo'ladi. Ham kostyum chaldi bilan oq nask kiyib bo'lmaydi. Kalta nask ham kiyib bo'lmaydi. Shu yerda shunga aniqlik kiritib o'taylik, oq naski, oq paypoq bilan, to'g'rimi? Kalta paypoqning o'z ishlatiladigan funksional vazifalari bor. To'g'rimi? Bugungi kunda uni moda sifatida istalgan forma bilan iste'mol deylik, iste'mol qilib turibdilar, to'g'rimi? Uni e'tiroz bildirishdan ham ko'p muammolar yo'liqamizda. Kalta paypoq nima bilan kiyiladi? Neyse savol. Endi kalta paypoq birinchidan raddomda kiyadilarmi? Ayollar kiyadi. Ikkinchidan bu oq paypoq ham, kalta paypoq ham sport kiyimlari bilan kiyilishi. Chunki qulay, ya'ni terlatish moyillikni kamaytirishi kerak, to'g'rimi? Oq paypoqni birgina bilgan standarti uni sport kiyim bilan kiyish kerak. To'g'rimi? Uni rasmiy kiyimlarni bizda qop-qora kostyum chalib, qop-qora tufli, oq nask, oq paypoq xo'shroq ko'rinadi, chiroyli ko'rinadi. Lekin aslida yurganingizda sizni paypoqingiz ko'rinishi kerak emas. Hozir bu narsani o'g'altganda shimlarni kalta bo'lib ketishini. To'g'rimi? Standart turganingizdan hatto shim chatadi, kalta bo'lib qoladi. O'zi asli o'tirgan vaqti, paypoq ko'ringan vaqti yomon ko'rsanmaslik uchun chaldir bilan qo'shib ketish kerak sveti. Bilmaslik, oyoqni narsa ko'rmaslik kerak. Keyin aksessuarga to'xtaladigan bo'lsak, masalan, soat osish. Hozir smartwatchlar bor-ku, uni klassik kostyum chalib nasib bo'lmaydi. Masalan, ko'p odam telefon ishlab, iPhone ulab qo'yibdi, smartwatchni bu to'g'ri. Klassik soatlarni asish kerak. Ya remenli yoki nima deyman, demir remenli, koja remenli soatlarni assa bo'ladi. Umumiy standartlar ham ortiqcha endi o'g'il bolanikin gaplatdimiz, o'zi ortiqcha masalan taqinchoqlar bo'lmaydi ham. Menimcha erkak odamda bo'lmaydi, asishi mumkin, sevishga asib keladigan bo'lishi mumkin, bu endi to'g'ri kelmaydi. Men biladi erkak odamda yo'q sevishga bo'ynimda. Menimcha endi mumkin emas, standart bo'yicha mumkin emas, yaxshi buni mumkin emasga qo'yaylik. Yuziga asishi mumkin, bir dona abrishon yuziki bo'lsa bo'ldi. Muhabbatini bilan munosabatini ko'rsatib qo'yish uchun. Bo'ladi. O'zini nisbatan mas'uliyatni bo'yicha. Umumiy ish narsani kostyum chalib tanlab olish bo'yicha. Endi savol, ishni hozir to'ldirib o'tdik. Masalan, qarang, men uchrashuv chiqartirman yoki darsga borayotirman yoki savdo chiqartirman, to'g'rimi? Meni etiket qoidalari bilan to'xtab tur, o'zi qanday kiyinishim kerak, to'g'rimi? Masalan, biz dafn marosimini maraka deylik, borjakda o'sha bosh kiyim qidirib qolamiz, to'g'rimi? Kiyimimiz shunga mos bo'lishini intilamiz. Ko'ngilochar joylarga boradigan bo'lsak, aytalik, to'g'rimi? Konsertlarga boradigan bo'lsak, o'sha unga mos formalarni qidiramiz. Gazonga borsak, unga mos sport formasini, sayohatga chiqsak, unga mos, to'g'rimi? Xo'p, savol.
makon va zamonina mos giyinish bu o'zina nisbatan hurmatmi yoki borayotgan joyindagi insonlarga nisbatan hurmat belgisi bo'ladimi? İkisini ham. Qaysi biri ustun bo'lishi kerak? Paradon joyi. Hı? Paradon joyindagi insonlarga hurmati. Ha, Chunki sizni hozir atrofingizdagi hamma kasumchalarda o'tirsa, siz sportga o'tirsangiz to'g'ri kelmaydi-ku. Aha, o'zgalar. Hurmatlik bo'ladi. O'zi uchun deganim, o'zingiz komfortingiz uchun. Masalan, park aylanmoqqa boryapsiz, kasumchalar klassik tuflida yurish noqulay-ku baribir. Hop. Sayohat uchun mo'ljallanmagan. Endi parkning o'zini etiket formasi ham shuningda. To'g'ri? O'zingizga uyda moslashganingiz bu o'zingiz uchun. O'zingiz qulayligingizga qarab bo'ladi. İkisi ham bir-birine bog'liqda. Masalan, sizda krossovkada yurish qulay bo'lishi mumkin. Lekin siz uyda masalan konferensiyada gapirib turganda krossovkalarda yurishingiz bu odobsizlik bo'ladi-da. İkisini ham menimcha deng qo'yish kerak. Deng qo'yish kerak. Kerak bo'lgan vaqtda boshqalarni, ya'ni barodon joyingizdagi odamlarni muhitni ustunroq qo'ygan ma'qul. Ajoyib, rahmat. Dum ajoyib. Endi biz siz bilan hozir bu yerda umumiy etiketda ayollarning kiyimini to'xtalmaganimiz ma'qul. Hang? Lekin shu yerda bir narsa aytib o'tish kerak. Endi masalan ta'lim jarayonida, to'g'rimi? Biz milliy qadriyatlarni saqlagan holatda ayol domlalarni shim kiyib chiqishini qanday qaraysiz? Ayollar uchun ham kiyinish qoidalari bor, umumiy etiket qoidalari. Masalan, kofta yubka kiyganda ularniki ham shu. Ustida mos tushishi, taqinchoqlar, ortiqcha taqinchoqlar bo'lmasligi. Va masalan endi atir sepgandan ham buna o'zining qoidasi bor. Atrofingizdagilarni olib bezor etmasligi kerakdan. Shu bilinar bilinmas kelib tursa, odamga yoqimli bo'ladi. Tum haddan tashqari zo'r is chiqib turish kerak deb tursa, tojasa bu narsa bo'lmaydi-da. Ha, uning o'zining chegaralari bor. Hava. Xo'p, ajoyib. Endi keyingi ko'rinish nutq madaniyati haqida ozgina to'xtalib o'tsak. Chunki bugungi kunda eng dolzarb mavzulardan birisi bo'lib qoldi-da. Hozir qisqasi o'tgangina farzandim bilan nima tushdik futbolga. Shu endi futbolda o'rganib reaksiyamiz-ku, yara borgandan keyin siz men damlaman, falan kesman demaysiz-da, yerda doğrudan-doğru emotsiyalaringizni izhor etasiz. Men biz endi oilaviy sektorga tushib qolamiz. Qaratib keyin so'zni filtrlashga to'g'ri qoldi. Shunda o'ylanib qoldim, to'xtab tur, berib jamoat joyi-ku. To'g'rimi? Ha? Jamoat joyi. O'ylanib qoldim men. Demak, biza dedim, agar hozir men ayollarni ko'rib, o'ylanib qoldim. Demak, ko'chadan biz bu narsani filtrlab bilmay qoldikmi yo degan fikrga borib qoldim. Ba'zida odamlar natija to'g'ri qoldi. Ogohlantirish, to'xta, ayollar o'tiribdi, emotsiyalaringga berilaverma. To'g'rimi? Emotsiyani berish bilan senzura o'rtasida farq bormi? Endi bu yerda o'zi nutq madaniyati bor, keyin notiqlik san'ati bor ekan. Nutq madaniyati degani bu chiroyli gaplash, to'g'ri talaffuz qilish. Masalan, kimdir sal dilini bosib gaplashi mumkin, lekin u notiqlik san'ati o yetirib berib biladi-da. So'zni tanlashini bog'liq. Masalan, kimdir zo'r aytib so'zni to'shni aytib o'qiydi, talaffuzi chiroyli, hamma harflarni to'g'ri aytadi. Lekin u sizga yetib bormaydi. Bir naboku, bir odam girgandan, ulu konferensiyaga o'tirganda, kirib turib leksiya chiqib ketgan-ku, umuman xato gaplarni gaplagan. Yo'q o'zidan gap, lekin o'zidan ishonch bilan gaplagan-da. Odamlar turib hammasi qarsak chalgan. Prosta o'zidan bu ishonch yetirib berishdan ideal senzurani ham bor. Masalan, o'zingiz ham ayting, masalan, talabalarga shat ta'sir o'tkazasiz. Masalan, abituriyentlarim bo'lsa, o'g'il bola bo'lsa, 2 shapot romandan so'kaman. Faqat o'g'il bola o'tirgan bo'lsa, senzura yo'q. Bu endi rasmiy joy emas, maktabda ko'pda 2 shapotni aldiramandan so'kib berishim mumkin. Talabalar so'kib bo'lmaydi. Ular yana notiqlik san'atga senzurani qo'yish kerak. Lekin asl ma'nosini tushunib olish kerak-da uni. So'kib turibsiz. Sizni so'kib turganingizni bilishi kerak-da, lekin bizlar qog'oz o'rab deymiz-ku. Ana, o'zingizning tajribangizni aytib bering, ko'rmang gapirmaydi. O'zingiz tajriba, shattasini o'tirasiz talaba. Masalan, bir talaba darsingizda telefonda o'tiribdi. Gapingizni aytmaydi o'tiribdi. Telefonni oldirib qo'yishingiz kerak. Kattaroq gapirmasangiz bo'lmaydi. Katta gaplashishdan o'zining qoidalari bor. Yerda gapirib turganingizga qarab. Bu yerda 2-3 life hack bor. Endi 2014-yildan beri ta'lim sohasini yutma Feruzbek. Bu telefonni kim ishlatishini bog'liq. Agar u qiz bola yoki ayol kishi bo'lsa, unga boshqacha muomala qilinadi. Erkak o'g'il bola bo'lsa, unga boshqacha. Agar o'g'il bolani qo'lida ko'rib qolsam, aytamanki, siz bu yerda telefon ko'rlash uchun kelmagansiz, o'qish uchun kelgansiz. Bu narsa, bu matoh siz bilan bizdan keyin birovning qo'lida qolib ketadi.
Lekin siz ikki dunyoda bu tabutkash bo'la olmaydi. Tabutini ko'tarmaydi, o'zingdan duo etmaydi. Men yoki siz men ortimdan bir insonni dilini artishga asos bo'ladigan narsa emas bu. Lekin umumiy fonda aynan uni o'zini qaratib aytmayman. Qonunlarni ko'rsatib o'tganda, tartib-qoidalarni belgilaganda shu narsani aytib o'taman. Iltimos, telefona qarab qo'yacakingizda bu qonun yodingizda tursin. Men bilan bo'lsin yoki auditoriyadagi boshqa sharoitda. To'g'rimi? Agar qiz bolalar telefon ishlatib o'tirmasa, ular o'zi boshqacharoq. Chunki qizlar tabut ko'tarmaydi. Shunda aytaman qizlarga, gaplashib o'tirgan bo'lsa, har bir ayol qiz, oiladagi erkaklarning nomusini ko'tarib beruvchi insonlar deymiz. Auditoriyada erkak kishi leksiya o'qib turganda unga nisbatan hurmatsizlik etish bu oilasindagi erkakka nisbatan ayollar munosabatini bildiradi. Avtomatik ravishda jarayon 90% holatda o'zini effektini bergan Feruzbek. Men yoshlarga shu narsani doğrusu life hack deysizlar-ku sizlar biz ham aytganda. Chunki uni so'kib, turg'izib, telefonni olib qo'yish, bular o'zi etika qoidalari emas. Nimaga? Chunki siz hozir telefoningizni tashlab chiqsangiz uyingizdan, ish faoliyatingizni to'g'ri taqsimlab bilasizmi? Yo'q. To'g'ri? 10 yil burun buni qilish mumkin edi. Aytaylik 15 yil burun. Biz talabalik davrimizda, siz talabalik davringizda bu narsa mumkin edi. Telefonsiz, to'g'rimi? U vaqtda telefonga qarab o'tirish bu atrofdagilarga xuddi ish bilarman degan, krutoyrak deydi, ko'chadagilardan ko'rinishdan narsa edi. Lekin bugungi kunda haqiqatan zarurat. Balki operatsiya bo'layotganda kimdir, haqiqatan ham ish joyi bilan bog'liq narsa bordir, balki rostdan ham kutib turgan narsasi bordir. To'g'rimi? Lekin katta holatda agar u shunchaki vaqtni ko'rajak bo'lsa yoki Instagram yoki ijtimoiy tarmoqdan foydalanajak bo'lsa, avtomatik ravishda bu narsa ishlatadi, to'xtaydi. Nimaga? Chunki shu yerdagi auditoriyadagi etika qoidalarini ommaviy madaniyat nuqtai nazaridan tushuntirib o'tibsa, agar undan keyin ham o'tadigan bo'lsa, o'zi nima aytaman, agar zarur ishingiz bo'lsa, iltimos darsdan oldin keyingi darsda o'zi ular bu effektni beradi, kelib tushuntirib ketadi. Lekin hech qachon ko'pning ichida bir odamni izza qilishni, masalan, u nega shuning uchun ham nutq bu o'ta kuchli qurolda. Masalan, askarning maydondagi quroli avtomat qilich bo'lsa, insonni tili, chunki unga insonni Alloh taolo nutq bergan. Men azracha hayron qolaman, men uchun katta odamlar nutqning boyligi turganda ko'chaga chiqib bir urushib edi, solishib edi, bir-birini mayib etgan, yozishgan, chizishgan, haqoratli so'zlarni chiqarish. Ko'p konfliktlar yetishadigan shu narsani ishlataman Feruzbek. O'zi maqsad nima deb qo'ysangiz o'ylanib qoladi lekin. O'zini urishdikmiz biz ham. Biz nima haqlimiz biz degan narsa. Aşağı ta'sir o'tkazganda meniki sal boshqacha, sal qo'polroq ham eshitilishi mumkin. Men tamam masalan kim demaga o'zini boshqarib bilmaydigan bo'lsa, yoki telefon meni boshqaradi, men shu telefonni qo'polroq aytaman do'st, telefonni qo'liman desa, o'zini boshqa shaxs sifatini o'zini boshqarib bilmaydigan odam bo'lsa, telefon ishlataveringlar deyman. Bu effekt beradi. Endi izlagan bu odam buni o'g'il bola qaratib aytaman, erkak odam emasman desang ishlataver telefon deyman. Sababi erkaklikdan o'zi jo'stkiroq bo'lmasa bo'lmaydi turibdi. Erkaklik senda bir shunday g'urur, his-tuyg'u bo'lmasa, ol telefondan ko'chaga chiqib ketaver deyman. Shundan ham lekin 1-2 telefon o'yinida topiladi. Bular shetsa, bular shet tezliksa bular. Endi ham nutqda endi biz sal omma bilan birlashtirib berdik. Nutq madaniyati o'zi aslida bir notiq bo'lish bir san'at. Uni yetkazib berish bir san'at. Shuning uchun nuqtai nazaridan gap chiqadi bo'lsa, bir de nani ajoyib gapini eslab qolishimiz kerak bo'ladi. Men nada o'qiganda dedim, tavsiya ham qilaman. Steven Covey muvaffaqiyatli shaxsni 7 ko'nikmasang, shunda 3 dona paniyatga biznesda etika qoidalarini shakllantirishda siz qo'l bo'ladi deydi. Birinchisi, birinchisi insonni 7 yoshgacha olgan bilimi. 7 yoshgacha bilim qayerda olasiz? Uyda, bog'chada, ko'chada, amma, xola, nebara, bobo asosan tarbiyalaydi, to'g'rimi? Siz bolaga darrov qo'l ko'tarishga, injiqlikni chidamsiz, uni asosiy narsa bobo, ana bo'ladi. To'g'rimi? Ya'ni aytamiz-ku, shoxting bo'lsin. Demak, shu yerda u oilaviy qadriyatlarni, u ota kim, ana kim, ko'chada o'sha yosh vaqtida birov gap qaytarsa, bir narsasini olib qo'ysa, unga darrov tez javob qaytadi. Demak, unda qadriyatlar, navlar shakllanadi. Ikkinchisi, dedi, biznes treninglarga qatnashish kerak. Yoki universitetlarda shu bilan bog'liq kurslarni o'rganish kerak. Masalan, aytaylik, meditsina yo'nalishida o'qiydi yoki arxitektura yo'nalishida, injeneriyada o'qiydi, to'g'rimi? Masalan, uni onlayn kurslardan foydalanish yoki treninglarga borishdan hech narsa shatmaydi, to'siq qolmaydi. Agar sizni bu jarayondan biznes etikangiz shakllanmasa, dedi, siz endi to'piga girgan jarayonda yoki boshi berk ko'chaga girganingizda o'zi hayotni o'zi beradigan falsafa. Qat'iy eslatmasi bor, iltimos, hayot beradigan darajadagi
dunyoqarashigacha bormang deydi. Buni yumshoqroq versiyasi ham bor. Sizni 3000 dollarlik muammongizni 30 ming so'mlik kitobda yechib berishi mumkin. Darrov bu narsaga girishmayng deydi. Yine shu o'rinda shuning uchun ham men aytamanki, odamlarga, yoshlarga bir kitob bilan ozgina ilmiy asosini qidirib, ilmiy jarayonda bu o'zi qanday bo'lishi kerak? Men hozir nima qilishim kerak degan savolni berishni o'rgansalar, menimcha yana nur ustidan nur bo'lar edi. Endi yana nutqda shu yerda bir narsa berib o'tish kerak odamga. Bizni nutqdan asosiy maqsad ham shu o'zingizni fikringizni maksimal darajada yetkazib berish. To'g'rimi? Biz aytamiz, borgan sayin tonni oshirib boramiz. Ko'pchilikda shu narsani men kuzataman. Chunki oshib borgan sayin insonlar ton qanchalik darajada oshib kelsa, u shunchalik o'zini chatadi. Instinktimiz bor. Qayerda shovqin bo'lsa, shu yerdan qochamiz biz. Bilasizmi? Ta'sirni o'tkazishda ton qaytaga nisbatan chatish kerak. Ergilishga majbur etish kerak. Chunki u mehnat qiladi shunda, bilasizmi? Plyusovoy mehnat qiladi. To'xta, nima deyapti degan egilish olib borsangiz, instinktlarni chatkishni boshlaydi, ishlashni boshlaydi. Nutq madaniyatining asosiy faktlardan birisi shu. Aslida ham bor. Masalan, gaplab turibsiz, xolis xohlamizmi, bir 20 minutdan adam xoriydi-ku baribir. Eshitib o'tirgan odam xoriydi. Nechta zo'r ma'lumot yetirib beraring, 20-23 minut, 30 minut charchab boshlaydi. O'sha nutqni bir joyga yenilab olish narsa bor ekan, texnikasi biz turizmda o'qigan vaqtda o'rgandik. Gidlarga nisbatan aytilgandan bu. Gid masalan gaplab turibdi, qarasa turistlar e'tibor joyga yetib boribdi. Keyin o'rtaga bir savol tashiydi. Masalan, minorani ko'rsatib turadi. Ishi minora deydi, masalan 20 quloch deydi. Quloch degan nima bu? Bir quloch necha metr bo'ladi? 1,5 metr bo'ladi. 1,5-2 metr bo'ladi. Shu qo'lingizni ochganingiz. Savolni o'rtaga tashlaydi, o'sha ham bir o'ylanib qoladi-ku. Bir quloch necha metr ekan deydi. Doğru. Boshqacha narsa, fikrini bir joyga jamlab oladi, ham davom etib ketaveradi. Buni texnik ba'zi bir gaplasak texnikalar ko'p. E'tiborni jalb etish, ularga ta'sir o'tkazib bilish. Sen ko'ramizki, o'zingiz ham tajribangizdan ko'rgansizda, kimdirlardan masalan qishqiradi, sugadi, ta'sir o'tirilmaydi baribir. Mana bizning yarasha gaplash madaniyati bor. Bizning tildan siyosat aytib bilishing kerak deydi-ku. Boshqarishda. Albatta. Ashta narsalar ham bor. Demak, nutq madaniyati haqida biroz narsa bor. Men shu yerda bir eslatmani aytib o'tib ketayim. Yani quruq qog'ozga qarab yoki bir narsaga qarab, nega qarab, telefonga qarab, sun'iy chiqib qoladi-da. Nutqdan o'zi sun'iylikdan nega qochish kerak-da, rasmiylikka, To'g'rimi? Sizni qog'ozga qarab gaplab bilish uchun ichki nutq rivojlangan bo'lishi kerak-da. Tashqi nutq degani bu o'tirib yodlaydidan tayyorlanib keladi. Ya bo'lmasa qog'ozga qarab o'qib beradi. Ichki nutq yaxshi rivojlangan odam bo'lsa, vaziyatdan kelib chiqib gaplab ketaveradi-da. Sen bugungi suhbatda umuman tayyorlanganimiz yo'q to'g'risi. İchki nutq qog'oz bor qo'limizda, na boshqa bor. Ichki nutqni eski shu yerni o'zida ichimizda o'ylab tashqariga chiqarib turibmiz. Masalan, yaqinda bir televideniya bordim, yodingizda bo'lsa, time show. Ikki odam bor, yanımda yana bir o'qituvchi bor edi. Gelish qog'ozni o'qib o'tiribdi-da. Keyin men aytdim, qog'ozni olib qo'y. Bir foydasi yo'q, buni qo'yda cho'lashasan. Ya abituriyent vaqtimizda yodingda bo'lsa, imtihondan bir keldim, miyangga bo'sh qo'y dedi. Shu. Olib qo'ymay aytdim, bilgan narsangni gapla. To'g'ri texnika ekan shu, Zo'r chiqdi. Просто men tayyorlanib qolganim yo'q. Bilgan narsam gapladim, tabiiy chiqdi, xo'sh chiqdi, bo'ldi. Prosmotr 100 ming. Endi u prosmotr menda emas-ku. Молодец. O'zi shunday bo'ladi. Prosmotr hozir odamga kerakli va gaplasangiz prosmotr kam bo'ladi o'zi. Hozir eng katta muammo shunda-da. Odamlar oqshomina navni kerakligi haqida emas, nishatsam foydaliroq degan fikr bor. Foydaliroq degani ham, ya'ni effektivniroq deylik, foydali emas u. Men yana o'zim bir ajoyib yaxshi ko'rgan prinsipim bor, Feruzbek. O'z hayotdagi prinsipingiz nima bir so'rab o'tadi? Qaysi prinsip asosida siz butun faoliyatingizni tashkil etasiz? Bizlar yashash vaqtimizda shiar deydilar, to'g'rimi? Hayotda prinsip deymiz buni, tamoyil. Men o'zimga yaqin aytaman, siz ko'p qudam ya motivatsiya deb bo'ladi, prinsipi ko'pligi. Yo'q, bizni aytib o'taman. Men eng o'zimga yoqadigan prinsiplarimdan birisi pulni tejamay ko'proq pul top degan prinsipim bor meni. U narsa naql qilqu, to'g'ri? Masalan, oddiy odamlar pulni tejash uchun vaqtni sarflaydi. Muvaffaqiyatli odamlar, vaqtni tejash uchun pulni sarflaydi. To'g'rimi? Pul tejash emas, ko'proq pul topish kerak. Masalan, pulni tejamanda turib 50 ming so'm krossovka olib kiyish, bu to'g'ri ish emas-da. Ham ko'p piyoda yurish. Ko'p piyoda yurish. Va yetgan vaqting bor, komforting bor o'zingga.
Məsələn, 20 minlik futbolka giysən, yazı gün dəllə bilirsən. Doğru? Sintetik, yaman nəsə. Doğru. Yaxşı kiyim giysən, yaxşı yürürsən. Mənim prinsipim şu doğrusu. Birinci, ailəmi özümə gərəkli komfort zonanı yaratıb alamanla, bundan qalan puluna tezləşim mümkün. Qalmasa, şama satıb yenə köpək işləyirəm. Köpək pul tapışı olan qədər ama. Lakin pulunu tezləş deyənlərsə, doğrusu o nərsəni kullanma. Bu sizin pul boyunca prinsipiniz, doğru mu? Doğru. Bu mən Ümumi hayatta hep qarashdan. Şu nərsəni oylantırıb qoydu lekin məni. Ne için her bir adamı hareket edecek özünün prinsipi var ki? Maşıyı deştəsi alaqda prinsipini qollarsınız mümkün. Pul tecrübəsində, ailəyə münasibətlərdə, doğru? Siz öz prinsipinizni aytın. Mənim prinsipim yaxınlı boluş emas, faydalı boluş. Hər qanday holatda getadi. Dərs jarayonundan xuddi shu narsa, oilaviy jarayondan, ha? Hozir ham yerda ko'pchilik shaxsiy meningiz güchlagan deb boshladingizmi yoshlarda? Ne uchun? Chunki shaxsiy meningiz. Ne degani bu? Chunki yani baksa gerekirse bu kitap imun berilgan, bu imunning asosida bo'lgan, bu imunning joyida bo'ladi, ha? Bular aytadimi? Kalta paypoqni sotish foyda kelsa, qanday tavsiya berasiz? Sotish kerak deyadir. Xo'p, o'sha paypoqni sotishning natijasida shuni sotib olgan odamlarni orqasidan keladigan majburiyatlarda sening ham haqqing bormi degan savolni bersam, menga ne farqi bor? Men tadbirkorlik faoliyatidan shug'ullanib turibman deydi. Feruzbek, bu yerda endi ozgina o'ylab ko'rish kerak, chunki kalta paypoqning trendga girishda asosiy narsa bu nayak kelish, bepushtlik kelish. Yırtık jinsilarni kiyadilar, hozir bugungi navza qolib ketgan asosiy temalardan birisi. Mini yubkalar kiyib turibdilar, to'g'rimi? Yana Xitoyning ajoyib siyosati bor, to'g'rimi? Girib ko'ring, diniy kitoblar yoki sovg'alar bor joyda o'zi eng katta dushmani ularning bu ko'zmunchoqlarni bo'lishi. To'g'rimi? O'sha yerdan oldidan ko'zmunchoq ko'z demaydi deb o'ynab farq qo'ydi. Sababchi bo'lib qoldim. Magazinlarga girib tursiz yana, alhamdulillah degan yozuvlar bor. Keyin ichine girib ko'rsam, uning kiyimlarini ertang eskirishi bor, ma'naviy yoki jismoniy eskirishi. To'g'rimi? Siz uni boshqa ichki kiyimlar bilandir, boshqa kir narsalar bilan kir mashina solib berishsa to'g'ri keladi. To'g'rimi? Bu taraflarni hech kim o'ylab turgani yo'q, lekin Aryanda Xitoy молодец, ajoyib rivojlanib qo'ydi deb bu tarafidan foydalanib. Bu taraflardan biznes etikasini tushunishni oqibatlaridan foydali taraflaridan birisi deb o'ylayman Feruzbek. Shuning uchun meni qadriyatlarim shu, qaysi narsa men uchun yoqimlimi, foydalimi? Oxirgi 5 yillikda men o'tirib analizat ko'rdim, yeydigan narsalarimiz, ichadigan narsalarimiz, o'qiydigan kitoblarimiz, duchgan kitoblarni o'qib bo'lmaydi ekan. To'g'rigan kitoblarni yoki kontentlarni ko'rib qo'ying. Bu narsa menga foydalimi deyman, yoqimlimi deyman. Farzandim bilan o'tirib gaplashib ko'rsam, anonim bo'lib qoldi, deydimi? Dada dedi, siz bilan o'tirib yeri keldi dedi-da. Nechun? Chunki axir uning uchun yoqimli bo'lgan narsa endi men ham sal oshirib berdimmi yoki bilmadim yana, ha? Lekin sekin-sekin asta-sekin o'zini qilib bergan qiliqlari bizga foyda kelmay turganini o'zi tushunib gayatir. Sekin tushunish uchun vaqt kerak. Shu nuqtai nazardan so'radim. Menimcha endi ko'pchilikda bu narsa jarayoni qo'shib bilsa, chunki bu biznesda yani qandaydir yo'l bilan pul topish deb o'ylamayman Feruzbek. Shuning uchun ham etiket degan narsa bu. Masalan, sotuvchilarning chiroyli qizlarni qo'yilishini narsa. Ularni bu yerda savdoni sotishda birovni qizini go'zalligini ko'z-ko'z qilishdan foydalanish bu biznes etikaga kiradimi yoki savdo texnikasina kiradimi? Bu savdo texnikasi. Savdo texnikasi. Savdo texnikasi. Ertaga marketingda. Hozirgi kundagi marketing mijozini jalb qilish. Endi savol, bu narsa biznes etikasina to'g'ri keladimi? Yo'q. Biznes etikaga to'g'ri kelmaydi. Xo'p, biznes etikaga kelmagan narsani savdo texnikasina kirgizib bo'ladimi? 3-savol. Bog'liqlikni ko'ribmisiz? Yo'q, bog'liqlik yo'q. Biz aytganingizning yangi trendlarga ergashib bo'lib turibdi. Kimdir shu ishni qilgan, chiroyli qizlarni ko'rib ko'pdi masalan, mijozini jalb etadi deb aytgan, boshqalar shu narsa intilib turibdi. Şahsen koydu. Bu kör-körani ergashib bo'lib turibdi. Albatta. Lekin u ishni qilmay turib ham mijozlarni jalb qilsa bo'ladi. To'g'ri. Masalan, kim siz chiroyli qiz izlab borasizmi bu do'konga? Yo'q. Siz produkt olmoqqa borasiz. Yo'q. Bo'ldi. Endi shu masala ko'tarilib ketdi. Bu yerda hozir biz aynan vaqt masalasi bilan yozishmalar masalasini ham shunga integratsiya qilib bersak, ruxsat bersangiz, yana magazinlarga kiramiz, restoranlarga boramiz. Bizda endi hozir yana biznes bilan tadbirkorlikni baribir integratsiya qilishda ilojimiz yo'q. Ishlab chiqarishimiz bizda asosan xizmat ko'rsatish yoki nima deymiz, tijorat deylik. Xizmat ko'rsatish va tijorat kuchayib qoladi. Va asosiy urg'uni shunga qaratsak. Restoranga borasiz,
oilaviy borishingiz mumkin, mehmon bilan borishingiz mumkin, to'g'rimi? Sizga kerakli o'zingiz so'ragandan emas, qimmatroq bo'lgan ovqat taklif etishi, magazinga borsangiz sizga yoningizda doim ergashib yurishi kabi holatlarni ko'p ko'rib turibmiz-da, yoki bir sal nacharroq kiyinib boringlar, sizga bu munosabat tez o'zgarib qolayotir. Bular haqida sizning fikrlaringiz, xulosalaringiz yoki ko'rsatganingiz men uchun qiziq. Bu muomala madaniyati endi bizlar hozirgi kunda avvalgiga qaraganda yaxshilangan baribir. Nechun bu ham asosiy sabablardan birisi raqobat deb o'ylayman. Masalan, yodingizda bo'lsa, Raycenter bo'lsa, birdan kiyinadigan joy bor edi, to'g'rimi? Men yodimda bo'lish narsalar borib, bir marta do'kondan 2-3 xil kiyim giyib ko'rdim. Endi bo'lmaydi turibdi razmer. Ko'nglim ondan men turibdi. Giyib ko'rib turibman, sotuvchi nima dedi? Olacakmisan, yo'qmi o'zi dedi-da. Olacakmisan, olmayacak bo'lsan qo'y dedi-da. Masalan, muomala madaniyati nolda umuman. Hozir Raycenter bozoriga boring. Giring-giringda qo'lini ko'ksani qo'yib kutib o'tiribdilar. Nima sabab bo'ldi? Raqobat ochilib ketdi shuncha ham do'kon odamlar o'rgandi do'konlarga borib olishni, to'g'rimi? Raqobat bunga majbur etadi. Endi ham muomala madaniyatiga to'xtaladigan bo'lsak, bu yerda birinchi front ofisdagi ishchilarga qarash kerak-da. Masalan, restoranga kirdingiz. Birinchisini kutib oladigan odam. Restoranning yuzi deylik. Yo'q, restoranning yuzi. O'zingizni joylashtirish, navlan taklif edasiz, ishlatib joylashtirasiz. Masalan, 2 odam bo'lib keldingiz. Iloji boricha o harakat etishi kerak, sizlarni 2 odamlik mestga o'tirishadi. Siz borib 4 odamlik mestga o'tirib qo'yishingiz mumkin. Keyin 4 odam kelsa, 2 odamlik mestga o'tirib bilmaydi. Birinchisidan joy tanlab olib borib o'tiradi. Endi uni ofisant deyishi. Endi qarang, ofisant eng asosiy quroli bo'ladi restoranni. Bizlar hech narsa e'tibor etmaydilar. Bizlar ofisantlarni o'qitish, ularning muomalasini o'rgatish, kiyinish madaniyati, suhbatlashish boshqasiga ko'p ham e'tibor etmaydilar. Lekin qarang, masalan, oddiy savol. Ovqatlanib o'tiribsiz. Ovqat mazasi yaxshi emas ekan. Kimga shikoyat etasiz? O'z shikoyat daftarini ko'rdingizmi yo'qmi? Shikoyat daftari yo'q bizda. Umuman yo'q. Yo'q, O'zbekistonda men ko'rmayapman. Bo'lishi mumkin, kamdan kam. Ovqat mazasi chiqibdi, kimga shikoyat etasiz, kimdan urishasiz? Ofisantdan, to'g'rimi? Yo borib oshpazga so'kib kelasizmi? Ovqatning mazasi bo'libdi. Yo'q. Ofisant. Ovqat kechirib keldi, kimga aytasiz? Ofisant aytasiz, to'g'rimi? Yo bu ovqatni tarkibini bilacaksiz. Bundan ne ola var? Masalan, sizin bir yong'oq qo'shilgan bo'lsa, allergiyangiz bor. Kimdan so'raysiz? Ofisantdan so'raysiz. Uyda eng asosiy professional ofisant bo'lish kerak-da. Lekin bizda eng arzon ishchi eng kam muammo chiqaradigan. Voy, eng arzon ofisant desa ko'zing yaldan studentlar keladi. Majburlikdan borib ishlab yurgan bolalar. Masalan, ulardan boshqa oylikka ishlamaydi deyacaksizda? Yo'q. Bayondan oylik ham oz, boshqa odamlar u ishda ishlasam gelmaydi. Chunki bizlar o darajasini pastroqqa qo'yib qo'yibdilar. Lekin bu restoranning eng asosiy darajadagi ishchisi bo'lish kerak-da. Asosiy restoranni ko'tarib beradi. Shular ko'tarib beradi. Do'konda yoningda yurib dedingiz-ku. Buni eldan gaplashib yodingizda bo'lsa, do'konga kirasiz, bir sotuvchi yoningdan ketmaydi-da. Bu afkan vesh tanlama bilmaysan-da. Meni fikrim nish bo'lish. Masalan, men bir narsa topolmay turibman. Qarasam, o'ng oyoq chap tomonga qaradim. Yani sotuvchini ko'rib bilishim kerak-da. Keyin uni chaqirishim kerak. Keyin kelib menga yordam berish kerak. Ha bularchilarni yoningdan ketmaydi. İşte bir narsa ushab ko'rsang, ozakmi soppaym, paket tutib keladi yoningga. Prosta so'rashaqasan ama. Balkim kelajakda kerak ularga. Endi buni ham Shehtazar aytib beradi axsham agressiv marketing deb. Ya'ni siz majburlaydi shunga. Buni endi marketingga qo'shmaslik, agressiv bu endi hozir chiqib turgan trendlardan da, chunki yo'qolikdan narsalar bular. Kishisi majburlayacak deb bo'ladi, shu narsani olishi. Manipulyatsiya. Lekin biz shaxsiy chegaralardan o'tib ketadi, iste'molchini o'sha noqulaylik tug'diradi. Kerak bo'lsa men keyin sabah do'konga bormaslik mumkin. To'g'ri. Prosta o'zim oraliq masofani saqlab, uzoqroqda tursin. Men bir narsa kerak bo'lgan vaqtda qidirib yurmayman-da. Qarayma, reski ko'rsam, chaqiraman, gelsin. Bersin kerak bo'lsa. Ma'lumotini ber, keyin ham. Ajoyib. Demak, qarang. Asosiy narsalardan yana birisi bor, Feruzbek, vaqt masalasi. Biznes etiketda shuning tushuncha borki, vaqt yana bilasizku. Nemis
va punktualizm deydi-ku. Nemetskiy punktualizm deydi yoki nemis Standarti. standarti bor yoki yapon standarti bor. Buni farqi bor. Ikkisi ham kecha qolmaydi bularni. Ha. Yapon standartında faqat ular 10 daqiqa oldin keladi belgilangan muddatdan. Sizda 10 daqiqa. Nemis standartında ular 00 vaqtida keladi. Men qiziqib ko'rsam, men hayron qoldim bir ko'rganda. Ularda vaqtlar ham xuddi shunday. Masalan, bizda 23:00, 14:30 bo'lsa, ularda 23:14. Angliya, Germaniya standartında. Xo'p, endi savol siz. Bugungi kunda bizda vaqt bilan munosabatda etika qoidalari qanchalik darajada o'zini oqlab turibdi? Yoki odamlar nima e'tibor berishi kerak? Bizada o'zi vaqt etiketali tamam aniq shakllanmagan, masalan, Yevropada Germaniya yoki masalan Yaponiya dedik, Ispaniya bor. Yani aytgancha qo'shimcha Ispaniyada 10 minut kecha qolib boradilar ekan. Ha, ularda ruxsat berar ekan. Fransiya, Italiya, Ispaniya. 20 minut kecha qolib borar ekan. Sababi deydi, yani kutib turgan odam uspet qilmay qolgan bo'lishi mumkin deydi, tayyorgarlikka. Ha, uni hurmat uchun. Ava. Germaniyada erta bormaydi. Ne uchun? Erta borsang, undan ham yaxshi gap. Uspet qilmay qolgan bo'lishi mumkin, hali tayyor emas bo'lishi mumkin. Yaponiyada hurmat yuzasidan ertaroq boradilar, kuttirmaslik uchun debdi. Endi ular shunaqa qilib moslashgan. Bizada vaqt bo'yicha etiket to'liq shakllanmaganda, masalan, ularga ko'rgan bo'lsangiz, tushlikda uchrashamiz deydi. Yoki kechki ovqatda uchrashamiz deydi. Bedasi bir kechki ovqatda uchrashamiz deng. Satninchida deydi. To'g'rimi? Aniq vaqti bormi? Yo'q. Kechki ovqatda belgilangan vaqt bormi? Qaysi vaqt qulaysa deydi yana. Onda standart bu o'zi. Sen kechki ovqat soat 6 da. Bo'ldi. Kechki ovqatda ko'rishamiz deb kelsa, bo'ldi, tushunadi, soat 6 da borish kerak. Bizlar vaqtni ham chegaralab qo'yadi-da, masalan, 1 soat o'tirib ovqat yemaysan-ku. Ava. Biz ular aniq belgilanganda, endi kecha kamin borish, vaqtida borish bu endi etiket shakllangan. Bizda naborotga qayta 2 soat yana anekdot aytib bersang, qo'shimcha gaplar aytib bersang, maqomini zo'r gaplarni aytsang, menimcha teskaridan ko'rinib qoladi-da, ha? Ko'nglini ovlash u vaqtni uchrashuvni qanchalik darajada cho'zilgani, ha? Uni bo'lgan munosabating, hurmating oshganini ko'rsatishning bo'lib qolayotir-da. Lekin men qiziqib ko'rsam, bizni qanchalik qisqa londa aniq maqsadlar qo'yilgan bo'lsa, u shunchalik effektivniy deylik. To'g'rimi? Effekt beruvchi uchrashuv bo'lib qoladi ekan. Bizning mentalitetimiz ham shunaqa shakllangan, Azbek aka. Masalan, bizda mehmonni uyda ko'proq, uyda masalan, chaqirgan bo'lsangiz ham ko'proq o'tirasi keladi. Bu bizlar uchun bir hurmat ko'rsatishdan bo'lib qolgan. Masalan, ketchak bo'lsa ham o'tirali, ertaku boshqa deb uzoqroq uni olib qolishar harakat qiladilar. Bizning mentalitet shunday shakllangan, buni o'zgartirish qiyinroqdan. Yani başında Amerika arzusu dediydik-ku, mentalitetden hech narsa kallama gap ketdi. Eğer bize masalan chistin toza o'zbek bo'lib turib Amerikada yashasak, Amerika fuqarosisiz, lekin to'shni o'zbek bo'lib yashasangiz borku, ondan ham qiynalasiz yashashga. Masalan, tasavvur eting, Amerika fuqarosisiz, 1000 odamlik 500 odamlik to'y berdingiz. Qiynmaqı. Albatta. Amerikan odam uchun ham qiyin u narsa. Keldi-ku. Masalan, hayron qoldik-ku. Amerikaliklar inchikcha uyda yashaydi. 60 kvadrat, 70 kvadrat, to'g'rimi? 500 kvadratli joy solib ko'ringan Amerikada shaharning o'rtasidan. Amerikalik odamsiz, Amerika odam. Tasavvur eting, oyina $10,000 pul yig'nasin. Shaharda joyingiz $1 million boshlanadi kami, to'g'rimi? Hali kichkina joylar. $1 million yig'nash uchun 10 yil yetib turibmoqi. Solishtirsangiz bizlar bilan bir xilda. Deyil. Ular ham yashash darajasi, agar bizlarning yashaydigan bo'lsa, ular ham bizlarning darajaga tushib qoladi. Shuning uchun ham mentalitetni o'zgartirmasa, menimcha bu narsalar qiyin. Bir yangilik kiritish, yuksalish, masalan, iqtisodiy o'sish ham bir ta'sir qiladi mentalitet. Katta ta'sir etadi. Chunki ina qarang, kutish masalasida bizda dum katta nalar bor-da, hang. Dumchal ovqatni tez kelsa yoki mahsulotni challi tez keladigan bo'lsa, shuni joyini tanlaymiz. Kutib qolish, o'chirda turish, yoki masalan bizlar ham boramizdan sotuvchi turibdi oldinda, ya'ni men muloqot etishi kerak, men doimiy mijozman, men yaxshiroq e'tiborga ega bo'lishim kerak degan narsada oldingi odamga nisbatan hurmatsizlik ham bo'lib qoladi-da. Bu narsani tenda mijozni yoki vaqt bilan bog'liq etika qoidalarini hisobga olib qo'ysak,
kuzatuvchilarimizga foydaliroq bo'lar edi. Endiki masala bor Feruzbek, sal men bugungi kunda kun DJ'sidan tushib qolayotirgan, ijtimoiy tarmoqlar deymiz yoki yozuv fonlarini yo'qolib borishi, yozuv etikasini dum e'tiborsizlik bo'lib qolyapti. Masalan, O belgisini 6 bilan yozilishi, shuni W bilan yozilishi, to'g'rimi? Ba'zida so'zlarda ortografik xatolarni ketma-ket kelmasligi yoki umuman e'tiborsiz qoldirilishida. Kelish qo'shimchasi degan novadi, o'zlik degan novadi bu, egalik qo'shimchasi novi bu. Yine shunday joyi haqida ham ozgina to'xtalib o'tmasak bo'lmayjak bo'lib turibdi. Yozish etikasi bo'yicha men agar biznesniki bo'yicha aytadigan bo'lsam, ularda ko'proq pochtadan yozishadilar. Hozirgi kunlarda Yevropa boshqa joylardagi masalan professor domlalar yozsangiz pochta orqali yozishasiz. Ya'ni bu chegara. Rasmiy ravishda yozish uchun pochtadan yozishasiz. Masalan, talabalar, o'qituvchilar pochtadan yozadi. Telefon etmeydi yoki Telegram nomerini bermeydi. Ben mesela stajyerlikka bir oy yurdim, bir o'qituvchi bilan men Telegram nomerini bermedi. Çünkü u meni demek resmi o'zining chegarasidan arani o'tirmadi. Ya'ni men o'zimga yaqin olmadi, faqat rasmiy chegarada hamkor sifatida qoldirdi bo'ldi. Hozircha yozsam faqat pochtadan yozaman. Bizlar u narsa yaxshi shakllanmagan, rahbarmi, boshqami bo'lsam Telegramda yozamiz yo telefon etamiz. Ayrim joylarda bor, doğrusu men o'zim masalan bir kuni uyda azonda saat 6da telefon kelib turibdi. 5 marta izva keldi. Kim ekanmi deb oxiri oldim telefonni. O'zing oldingmi talaba? Aldadim. Yo, sen bu talaba. Endi mehru biz savol berib turibdi. Xo'p, yaxshi. Normada bu 8 da telefonasi yechib olsa. 6da urgani yarasha balki pajarnini nasıl so'rajakdi. Birinchi sen yo'liqqandirsan. Endi yozishmalar bo'yicha aytganingizni 16 deb yozish, shuni W deb yozish. Bular haqida men o'ylab ko'rmayman. O'z fikringizni berib yaxshi ta'sir o'tkazsak bo'ladi. Shunday yozishdan odamlar qoldi. Shuning nima bo'lib qoldi? Case bo'lib qoldi. Ikki o'qituvchidan birisini olib qolish kerak kafedrada. İkisini ham ilmiy darajasi yoki gaplashishi, o'zini tutishi, masalan, axloq chegaralar mazakun iloji yo'q. Masalan, bir xolis qarasha to'g'ri gap qilganda konkret faktorni qo'yib yetish kerak. Muomala madaniyati yoki darsda sirif bo'lmagan yoki boshqa aytmagan shunda o'tirib aytdimmi? Men endi e'tibor beraman bu narsaga Feruzbek, yozuv masalasini. To'g'rimi? Shunday odamlar bor, yozganda dum pocherki natikitadi. Masalan, yozuv insonning ichki hissiyotini, ya'ni kasalni yashirsan isitma soch kerak dedi-ku, g'irt isitmayish yozuv. Bunga o'ta e'tibor berish kerak. Tushundingizmi? Bular o'zini aqlajak bo'ladi. Mening miyam qo'limdan tez ishlaydi. Shuning uchun men yozishga ulgurmay qolaman. Yaxshi, uning vaqtida ilhom kelsa bo'lishi mumkinmi? Lekin siz rasmiy xat yozyapsiz yoki kimgadir topshiriqni qo'lda yozib beryapsiz. To'g'rimi? Masalan, siz menga topshiriq berdingiz, men uni o'qolmayman. Uni ChatGPTga tashlab, uni necha tarjima etish mumkin deb o'tirsam yoki birovga ko'rsatsang, e'tiborsizlik. Bu narsa muloqot qiluvchiga e'tiborni bermasligi. Tushuntirib bildimmi? Shunda aytdim men, o'qituvchilardan ijtimoiy tarmoqlardan chegazlar, Telegramga nisbatan munosabatini ko'rakdan qaysi birida yozuv ortografiyasida e'tibor bo'lsa, shuni aqlashimiz kerak yoki shuni e'tiborni kuchaytirishimiz kerak va bu qaror to'g'ri bo'lib chiqadi. Endi bugungi kunda men talabalardan men so'raydigan narsam shu. Adını masalan kamsitib yozishi yoki kamsitib aytishlarini ruxsat berilishini men dum yomon ko'raman. Bu yerda endi bir ikki nalar bor. İjtimoiy tarmoq deydimi, yo reklama yoki nima bo'lib qolmaslik uchun ishlatibmi, o'zini adini buzib, krutoy bo'lib ko'rinishga intilish yaxshi narsa emas bu. Yozganda ham qisqartirib yozishga intilish vaqtni tejash masalasida bo'lishi mumkin. Qachon u чрезвычайный holatlarda bo'lishi mumkin. Lekin to'g'ri muloqot jarayonida yozuvni to'g'ri amalga oshirish kerak. Oddiy tarmoqda yozganda harf yozamiz, to'g'rimi? Bu biz uchun kerak so'zlarni chiqarib berishi mumkin. Lekin qisqartirib yozsangiz ko'pchilik uni tushunmay qolishi mumkin. Ikkinchi tarafi bor, masalan, siz kiril alifbosida yozdi. Javobni qaysi latnada yozishingiz kerak? Kirilchada yozgan bo'lsa, siz javob berishingiz kerak. Kirilchada javob berasiz. Mumkin qadar. İlaç kadar. Çünkü o latince tushunmasligi mumkin. Shuning uchun kirilish yozib turgan bo'lishi mumkin. Balki bunga qulaydi. To'g'rimi? Yoki siz bilan gaplashishimiz, biz u narsa bilan chatamiz. Signal berib qo'yamiz. Sizga bir savolim bor, Feruzbek. Necha haligacha arizalarni, elektron shablonlar bo'lsa ham qo'lda yozdiradilar. Ishga qabul qilayotganda. Hech o'ylab ko'ryapmisiz? Bizlar uchun bu diskomfort bu, to'g'rimi? Girasiz.
o'tirishingiz kerak, yarim soat vaqtimda mayli, Kecha ishga kirib olsam yozasiz. bo'ldi, xudo shukr, ariza yozamiz deysiz, to'g'rimi? To'g'ri. Vaqtimda sizda xavf bo'lmaydi, lekin keyinchalik bu narsani qo'lda yozilishini o'tirib o'ylab ko'rsangiz, bu yerda insonning ko'p narsalar ochilib keladi. Birinchidan, yozuvni yozganda uni tekis yozib bilinishi. Agar yozuv boshidan oxirgi nuqtaga qarab tepaga qarab ketsa, bu odamda xarizma kuchli. Xolerik toifaga kirishi mumkin. U odamda intilish kuchli. Ertang o'zini yo'lida o'ta xudbinligi kuchli bo'lishi mumkin deb qaraladi. Agar u odam yozuv nuqtasidan to'xtash nuqtasi pastga qarab bo'lsa, o'ziga nisbatan ishonchi past. Ertang bu insondan sizning korxonangizga yoki foydasi nol bo'lishi mumkin. O'ziga nisbatan ishonchi past odam bilan ishlashni oqibatlari yaxshilik ekan. Buning vaqtida eng to'g'ri standarti nima? Tekis chiqishini va dona chiqishini. Aytaylik, siz yozdingiz, harflar uzilib ketdi. Nima bo'ladi? Diqqat bo'linishi kuchliligi. Agar yozuv orqaga qarab yozilgan bo'lsa, bu insonning xotirasi kuchliligi. Agar yozuvni pastki qismlariga e'tibor kuchli bo'ladigan bo'lsa, ertangi strategik fikrlashning o'ta kuchliligi. Yozuv ko'p narsalarni belgilab beradi. Qo'lda yozishmalar, keyin elektron xatlardan xuddi shu narsa. Chunki kallaga yan narsani yozish emas. Ega, kesim, aniqlovchi, to'ldiruvchilari, virgul, nuqta, o'ni belgisi, ko'pchilik bu narsalarni aytadi. Sizni intellektual salohiyatingizni ko'rsatib beradigan narsalar bular. Tushuntirdimmi? Bu men fikrim bu, az bugungi kunda EQ degan narsa ham chiqib keladi. Emotional quality. Emotional quality, intellectual quality bor edi, endi emotional quality keldi. Chunki intellectual qualitydan kuchlidan hissiyot. Yani boya aytib o'tganimizdek, nutqda agar inson o'zining hissiyotlarini ustidan boshqarib bilsa va o'zgalarning hissiyotini ustidan ta'sir o'tkazib bilsa, bu narsa uchun emotional qualityga, intellectual quality bo'lmaydi. Aytaylik, saytchizmigina sun intellekt bor-ku. Men insonlarga ta'sir ko'rsatuvchi, o'ta jozibador nutq yozib ber dedi. To'g'rimi? Lekin siz uni shunchaki robot o'xshab o'qib bersangiz, bu hech qanday nima bermaydi. Effekt bermaydi. Balki u eng kuchli narsalar yozilgan edi. Chiroyli so'zlar yozilgan, to'g'rimi? Lekin moddiy ichimdan qalbimdan chiqqan so'zlarni emotsiyalar qo'shib, ozgina qo'shib o'qib bersam, buni ta'siri yanada kuchliroq bo'ladi. Shuning uchun men kuzatuvchilardan shu narsa iltimos qila oladim yoki bu narsa e'tibor berishlarini xohlar edim. Yozuv. Chunki sizning kundalik odatlaringiz, kundalik qiliqlar deylik, hali odat aylanmaydi u. Qiliqimiz ertang bizlar odat aylanadi. Ertang yozuvdan nima o'tadi? Qalbdan chiqqan narsa tildan chiqqani qo'lga o'tadi. Tushundingizmi? Ertang qiladigan ishlarimizdan biz aytamiz. Yana oddiy misol, assalomu alaykum. Salomlaykum. Ikkisining farqi bu. Nima uchun? Ana qisqartirib yozish o'sha so'z o'tishni boshladi. Ertang u nima o'tadi? Amal o'tishni boshlaydi. Vaqtim bo'lsa ko'raman, qilaman, qadriyatlarni sindirishning bir yo'llaridan birisi deb o'ylayman. Dedingiz-ku, kirilicha gaplasa, chatib javob berasan dedingiz, to'g'rimi? Kirilicha javob berishga. Shu yerda endi faqat yozishda emas. Mumkin qadar Firuzbek. Masalan, iloji qadarda endi men suhbat bo'yicha aytchakman. Masalan, ko'p odam bor. Doğru, o'zimiz til, bizning sheva, Xorazm shevasi bilasiz, boshqacha ajralib turadi boshqa shevalardan, to'g'rimi? O'zimiz Xorazm shevasini hurmat qilish kerak, to'g'ri. Lekin masalan, Toshkentda borib turib, Xorazm shevasida gaplashishni chakdim to'g'ri deb o'ylaysiz. Bu hurmatsizlik. Chunki meni dars o'tish nuqtai nazaridan to'g'ri gap qiladi. Hozir buni to'g'ri tushuntirib o'tishni, chunki biz Xorazm konteksti uchun bo'lgani uchun bemalol nera, qanday degan so'zlarni ishlatib harakat etamiz, girib olish uchun. Asosiy. Tasavvur eting, ertang kuzatuvchilarimiz soni oshib borsa, o'zbek tili, O'zbekistonda yashagandan o'zbek tili bo'ladi. Unda Xorazm shevasi, Andijon shevasi, yana turistik nuqtai nazardan Samarqandda, Buxoroga borib qolamiz. Bilasizmi? Borib qolsak, ikkita ofis menejeri deylik, kutubxonadan tojikcha gaplashishni boshlaydi. Men birinchi qo'yadigan shu, taqiqim. Ko'cha chiqib gaplashgan gibi, iltimos. Meni yonimda tojik tilida gaplamang. Bu tojik tiliga nisbatan hurmatsizlik emas bu. Yoki masalan boshqa kontekstda emas bu. Nimaga u men bilan o'zbekcha gaplashib turadi addinlar, lekin ikkalasi xoli ravishda men yonimda o'n gaplashishi mumkin tojik tilida. To'g'rimi? Bu menga nisbatan hurmatsizlik, buni hurmatsizlik bo'ladi. Bu narsani hamma agar e'tiroz etishni boshlayversa, bu ertang bu madaniyatni, bu madaniyatsizlik deb hisoblanadi, balki ular o'zi uchun qilaydi. To'g'rimi? Bizda ham shunday odamlarni kuzatib qolamiz. Men o'zim dilimni sen qaysi dilingni sotmayapsan? Hech kim sizni dilingni soting deb turgani yo'q. Adabiy gaplash kerak. Toshkent shevasida gaplarib turgani yo'q hech kim. Agar sizlar Toshkentlardan Toshkent shevasini gaplasa, bemalol uni qo'llashim yo'q. Asimetrik qaytarish deyiladi bu narsani.
Doğruga doğru qaytarish. Agar u siz bilan adabiy tilda chiroyli gaplashdimi, demak siz ham unga qayishimiz kerak bo'ladi Feruz. Hang? Bu diskomfort keladi. Unga nisbatan hurmatsizlik narsani ekan. Bu shaxsiy menimiz, o'zimiz hurmatimizni to'kish deb hisoblamayman. Hang? Ya boya aytib o'tganimizdek, bu etiket ko'p narsada bizlarga yordam beradi Feruzbek. Hang? Nisha bu narsaga erishish bilan uni qanday qilib bajarish kerak, standartni yo'lga qo'yib olsak, menimcha bu o'zini ertaga effektini ko'rsatadi deb o'ylayman. Bugungi narsa bo'yicha yana mulohazalaringiz bo'lsa marhamat. Endi etiketdan keyingi jarayon bu masalan estetika bor. To'g'rimi? To'g'ri standartga kiyinib oldik. Endi uni chiroyli ko'rsatib ham berish. Uni nima deymiz? Did bilan, farosat bilan, bular ikkisi ertaga qarishib tushunchalar bo'lib kirib keladi. Menda bir taklif bor, agar shu qiziqish bo'ladigan bo'lsa, har bir mavzuni o'zini to'liqroq yaratishimiz kerak. Giyinishni o'zini, misollar bilan, salomlashishni o'zini. Chunki bu katta mavzular bu etiketda yani. Men shuni bir fakt sifatida aytib o'tdik ozgina. Nada qiziqqanda o'tirib o'ylandim. Chunki men o'zimiz yapon madaniyatiga qiziqaman. Fidoyilik dedi, lekin boshqa ularda masalan 15 gradus salomlash bor ekan, 30 gradus. Qarang, ular etiketni chala darajada standartlashtirib biladi. Bir tashrif qog'ozini berishni o'zim an'ana qilib beradigan Xitoy xalqi. İki qo'llab uzatadi. İki qo'llab ta'zim berib, kichkina narsani, xuddi hurmat vojini. 30 gradus, 15, 30, 45 gradus. E'lon qilindi. 90 gradus ham bor. 90 gradus. Kechirim so'rash darajasida, to'g'ri? Biz o'zimizni qadriyatlarni shakllantirib bildikmi? Yoqimli bo'layapmizmi yoki foydali bo'lib qolyapmizmi? Masalan, siz bilan biz ikkimiz hozir shu yerda gaplashib o'tiribmiz-ku, Mohandas Karamchand Gandhi. Buni ajoyib narsa bor. Insonlar haqida biljakmisiz? Ularni o'zidan pastdagi o'rindagi yoki darajadagi insonlar bilan muloqotini e'tibor bering. Biz siz bilan etiket qoidasida oliyjanob bo'lishimiz mumkin, lekin ko'chaga chiqqandan keyin aytgansiz asl basharamiz deymizmi, ko'rinib. Mana shu yerda ochiq aytib o'tdik-da. Biz aynan talabalar bilan gaplashamiz, to'y tadbirlarda ko'rishamiz, o'zaro muloqot etganimizda o'ta go'zal so'zlarni ishlatishar ekan. Lekin agar ko'chadagi do'stlar bilan ko'rishib qolsak yoki sinfdoshlar davrasidan tushib qolsak, bu yerda endi jargon so'z bor-da. Men 3-4 marta shuni narsa yoqqan, damlar biz sizni yaxshi odam deb o'yladik. Sizning og'zingizdan ham shunday so'zlar chiqadimi? O'zingiz senzura chiqib ketadi-ku, sinfdoshlar bilan ko'rgan. Endi ular sizni hamma vaziyatingizni ko'rgan-da. Ular bilan siz aqlli gaplashib ko'rsangiz, deydi, to'xtadi. Shuni ham aytdik-ku, bu etiket rasmiy joylarda umumiy standartlar bo'yicha. Bu standartlar bo'yicha shaxsiy hayotimizda davomli standartlarni qo'yib bersak, hayotimiz zerikarli bo'lib qoladi menimcha. Masalan, ovqatlanish etiketi bor, bilasizmi? Chap qo'lda vilka bilan o'xshab, o'ng qo'lda kesish. Bu nechun shu etiketni standartni yo'lga qo'yganlar bilasizmi? Yo'q. Buni Angliyada gap chiqqan ekan bu narsa. Shoirqali ular zodaganlarni, ya'ni boy odamlarni ajratib qo'ygan ekanlar. Bu narsa kambag'al puli bormi, yo'qmi? Kambag'al oilaning odamlarga o'rgatilmagan ekan-da. Shat ovqatlanish, shat kiyinish, etika ular o'rgatilmagan. Masal boshqacharoq versiyasi. Buni faqat boy oilalar bilgan ekan, shundan odam ajratgan ekanlar. Endi aytganingiz bor-ku, ko'chada talabalar yanında gaplar qilganda odamlardan buning gapi ham chiqami deb aytdilar dedingiz-ku. Bu nima narsa bor ekan, masalan, Yaponiyaning etiketida talabalar bilan deydi o'qituvchi ko'chada o'tiribdi, geshda darsdan keyin. O'tiraman ekan. O'tiradidan, o'tirib ichadilar deydi. 3 qadamcha ichadilar deydi. Даже deydi, ya o'qituvchini 2 talaba surib ketadi deydi. Lekin ertangisi rastımda ertangisi ishga keladi-ku. Ishga keladi, bo'ldi, ham o'qituvchi o'zini o'rnida, talaba o'zini o'rnida. O'sha oqshom kelib aytilmaydi. Endi o'zini talabangiz biladiki, o'zbekchilik bor. Endi ertang kelib turib, shu narsani aytadigan bo'lsa, yaxshi narsani eslab o'tiradigan bo'lsa, ularga chegara saqlagan ma'qul menimcha. Ma'qul emas, kerak narsa. Zarurat aylanib qoldi bugungi kunda, chunki shu ular masofa, bizda odamlar ko'proq masofa bilmaydi-da. Masofa deysiz, masalan, ko'chada boshqacha muomala qilsangiz, bo'ldi, ishda ham shunday bo'ladi ekan deb o'ylab qolish mumkin-da. Albatta. Shu bor. Muomalada, ya'ni rahbar bilan ish xodimi o'rtasidagi muomala madaniyat bo'yicha gaplashmayapmiz-ku. Rahbar etikasi alohida mavzu. Feruzbek, uni to'xtatsak, hozir gapni to'xtatib olaldan, keyin unga o'tsak, nima deysiz? Menda xulosa o'rnida shu narsani aytsak edim, odamlara Mavlona Rumiy, hamma
nima deymiz, bizda hozir bu statuslardan eldan chiqib ketdi-da, ko'p o'qilib turgandan ularning qadri tushganning bo'lib qoldi Firuzbek. Biz o'qigan vaqtimizda uni topish oson emas edi. Uni topib, ma'nosini tushunib, ustozlardan ma'nosini so'rab, men hozir kamdan kam studentdan, talabadan ko'rib qolaman, ustoz shunday narsa bor ekan. Buni tarjimasini olib oladim mana deb so'rab qo'yadi-da. O'zbek tilidagi tarjima. Masalan, Mavlana Rumiyning shu gapi o'sha o'zini statusini yo'qotayotgandan tuyulib boshladim. Men aqlli odam bo'ldim, dunyoni o'zgartirajak edim. Bugun men dono odamman, endi o'zimni o'zgartirajakman. Ko'rdingizmi? Bu yerda farqni to'g'ri tushunib olishimiz kerak bo'ladi. E'tibor qaratish kerak bo'lgan narsalardan birisi iqtisodiy xavfsizlikdan shaxsning iqtisodiy xavfsizligi bor. To'g'rimi? İnsanın o'zi tug'ilishida disiplinada degan boya rivojlanish darajalari bor. Inson tug'iladi individ deb aytiladi. Individual mavjudot deb aytalik. To'g'ri? Uni o'zini qarash qatadi odamlar kerak, unga individual podxod kerak, yondashuv kerak, individual hujjat paydo bo'ladi. Keyin u 12 yoshli o'g'il bolalarda, qizlarda 9-10 yoshda gormonal o'zgarishlar, fiziologik yoki hissiy o'zgarishlar, ma'naviy o'zgarishlar bo'ladi va u shaxsiy manfaatlarini surishni boshlaydi. O'zini xonasi bo'lishi kerak, o'zini kiyimi, o'zini didi, o'zini qarashlari. Keyin 16 yoshga keladi, pasport olish kerak. Pasport beriladi-ku. 18 yoshdan keyin turmush qurish, uylanish huquqi beriladi, to'g'rimi? Bunda endi unga boshqa yuklama qo'yiladidan va bu narsani hech kim rasmiy aytmaydi. Endi sen shaxs emassan, inson bo'lishing kerak degan joyi bo'lmaydi, Firuzbek. Shaxsdan insonga o'tish pozitsiyasi nima? Shaxs faqat o'zining shaxsiy manfaatlari haqida bosh qotiradi. Inson bo'ladi qachonki atrofdagilarni muammolar haqida bosh qotirishni boshlaydi. Tasavvur etib ko'ring, kasalsan, doktorga bording, to'g'rimi? Doktor seni davolashim kerak deb qarashi yaxshimi yoki shu odamdan chasam o'ndirib bilaman ekan deb qarashsa sen foydaliroqmi? Davolashim kerak. Qaysi biri shaxs, qaysi biri inson? Demak, agar siz borgan shifokor inson maqomini erishib bilgan bo'lsa, endi usini o'zini kasbiy etikasidan gap chiqqan vaqtda davolash kerak. Sotuvchiga uchrashdingiz, to'g'rimi? Qancha pul olib qololgan bundan deb qarash kerakmi yoki bu insonni men yaxshiroq, sifatliroq yoki imkoniyatidan gap chiqqan holatda yordam berishim kerak deyish kerakmi? Go'yo xodimini yo'liqib qoldingiz, to'g'rimi? Bizda inshada men to'g'rilab o'tdik, chunki ichki ishlar xodimlarining bu bizni etikalarimiz million, dizayn, aristokrat bu bolalarni men to'g'risini aytsam balet amatmayman, qiziqmayman ham, bu ko'ngil ocharda. Tasavvur et, shu yerda o'ynab yurgan bolalar ham men urra deydi, lekin shular bilan ertaga quda bo'lish masalasi bor. Ular bilan finatishi, to'g'rimi? Bularni fikrlashi bizning etikamizni yoki madaniyatimizni, ommaviy madaniyat shakllanishida asosiy rollardan birisi bo'lib qolayotirganini tuyulib turibdi-mi? Kim ko'rsa ichki ishlar xodimlarini uning deb ko'racak, deputatni, hokimdan emas, o'g'ridan ko'rinadi va hokazolardan. Shu o'rinda urg'uni berib o'tchakmi ichki ishlar xodim? Hammasida bor. Kimda yo'q? O'qituvchida narsa yo'qmi? Paraxor yo'qmidi? Doktorda yo'qmidi? Sudyada yo'qmidi? Hammasida bor. Lekin endi uni ommaning fikrini immuniyat qaratish noto'g'ri bo'ladi. Agar siz aldingizdan go'yo xodimi, yo'l patrul xodimi chiqdida, o'zini manfaatini ishlatganida yoki uni stimuli bor. Sizlar shuning jarimani qo'llasinki, bu jarimani siz boshqa qo'llamang. To'g'rimi? Jinoyatchilik yoki qoidadan oldin olish. Demak, bu inson faktorida shunday narsa bo'ladi. Agar inson urovinidan chiqib olsak, darajasidan chiqilsa, endi u atrofdagilarning xatosini ko'radi, atrofdagilari navbat berishga intiladi, manfaat keltirishni. Yana vaqt o'tadi ekan, inson endi atrofdagilarning xatolarini emas, o'zining xatolarini ko'rishni boshlaydi ekanlar, o'zini ustida ishlashni boshlaydi. Hang? Endi siz bilan bizda ham usta-astan shu sharoitga qarab intilish boshlayapti. Birov bir gap aytishdan to'xta, men o'zimga gaplab qo'ymaymanmi? Birov aql berjaksan, o'zing to'yda o'ynab o'yinlaring yodingga tushadi, aytgan gaplaring, hazil mutoyiba vaqtida aytgan ishlarimiz. Men hayron qolaman, biz vaqtimizda bunday narsalar bizga aytilmagan. Yoki bunday narsalar yo'q edi. Shu narsani militsiyada deysiz-ku. O'zini ishini zo'rayatib bajargan odam ko'p odam yoqmaydi-da. Yoqmaydi. Shu narsani etiket ekanini tushunmay qolayotirmoqda bo'lganda. Staj shtraf yozib turibdi. Ichki qisqani yozib turibdi. O'zingiz qoida buzdingiz. Albatta. Aybdor kimsiz? Lekin o'shalarda militsiyadan norozi bo'lib ketadi. To'g'rimi? Shtraflar masalan 2 million, 3 million shtraflar bor, to'g'rimi? Shuncha shtraf qo'llagandan amali odamlar qizilda o'tib turibdi, tezlikni oshirib turibdi. Tüyümü talaba aytadi, damlar bilimi xato aytish mumkin-ku deydi. Tezlikka tushib ekan-da, necha tezlikka tushdingdan? 90 deydi, 60 degan joyda. 60 degan joyda shatib bilmaydi, 90 da o'tib ketish mumkin. 65 ga chiqib ketish mumkin, gazni bosib beribdan bilmaydi.
U bilmayman desang bir 5, 10 o'ynashadi. Mesela. 30 ham bo'larmidi. Haydama 90'da. Ben hozir pravamni ochib ko'rsataman, kerak bo'lsa 10 yil bo'lgan bo'lsa, birdan ham tezlikka tushmayman. Sizdan tushganim boshqa narsa. Peshig'otda. Tezlik emasmi? Ya shundan qayga rahmat aytib ketadi, yodingdami? Ha? Hech narsa e'tiroz bildirmadik. Lekin shunda yozdik, ketdik, olib ketdik bo'ldi. Yo'l patrul xodimi deylik, ha? Shuni reaksiyasi asosida mana rahmat desak, yodingdami? Bizlar uni xuddi ya kesatganning bo'lib tuyuldi, lekin endi unga izohlab o'tirmadik-ku. Bizlar damlanishini ishini rahmat san. Ayb o'zimda degan narsani kesatlikdan qabul qilib qoldik. Bu taraflar ham bor-da. Endi mayli, endi Feruzbek shuning uchun odamlardan men iltimos etaradim. Endi murojaat deylik ichingdagi gaplarni aytish uchun bu yerga guringdan foyda no, bois no, maqsad bo'lib turgan jarayonlarga reaksiya berish. Bizda lekin nechundir shu narsa bor-da, Feruzbek. Aytib turgan gapingga nima aytadi-da, o'zing o'tgan o'tmishdan shetgansan. O'tmishni qo'y, hozirgi kundan shetgani bilan qiziqali. To'g'rimi? Bu oddiy narsalardan endi etiket degan narsamiz keng tema bu. Endi hozir shu narsadan o'tdikdan yana odam bo'lib o'zimizni aslan o'zlashtirishni boshladik. Tarixdagi muammolarni, aytgan xatolarimizni endi aytish jarayonlarini yo'l turibmiz, mayli endi o'zlarining nasini bersa. Endi Feruzbek ishida rasmiy temaga qaytadi, oxirgi asosiy joylaridan birisi rahbar etiketi. Rahbar xodim o'rtasidagi munosabatdagi standartlar haqida to'xtalib o'tsak. Men hozir nima uchun bu narsani aytdim? Qisqacha tushuntiraman. Talabalar bilan gaplashganda ko'chadan rahbar xo'jayin emas, xodim xizmatkor emas. Buni qanday munosabatda bo'la oladi desam, ular keyin hayron bo'ladi. Domla axir qanday u xo'jayin bo'lmaydi. Aytamanki, har bir aytilgan so'z o'zini o'rni joyi bor. Shu o'rinda aytib o'tdik Feruzbek, endi gap ochilganda. Mana sizga taklifnoma keladi-ku, to'g'rimi? Biz sizni to'yimizga lutfan taklif etamiz dedi. Eshitamiz, xuddi chiroyli deyin eshitiladi bu so'z. Lekin aslida uni tendagi so'zni ma'nosini yetib borgan bo'lsak, lutfan degan so'z bir chiroyli so'z emas bu. Nima uchun? Chunki turk lug'atidan gap qilgan, turk sultonlari ishlatgan so'z bu. Sen pastsan, urvining mendan past. Men sana ruxsat beraman, meni dasturxondan gap ovqat yeyishingga. Ko'rdingizmi? Qanchalik darajada jirkan so'z. Lekin bizda u narsani o'zimiz bilmagan holatda odamlar chatib qo'yadi, ishlatishga intilamiz. Rahbar bilan xo'jayin degan so'zdan farqi bor. Masalan, boss, shef deymiz-ku, to'g'rimi? Shef, chief, uni nasi bu? Bosh oshpazga nisbatan, to'g'rimi? Eshitilishi qo'shilib bo'lgancha ishlatiladi. Shu nuqtai nazardan fikringizni qiziqda. Men aytaman, o'zim aytasiz, siz bir rahbar bo'lib ishlab ko'rgansiz. Men ham ba'zi joylarda boshqaruvchi sifatida bo'laman. Masalan, o'qituvchilik ham boshqaruvchilik bor. O'tkazib bilish kerak. Endi men o'zimni tajribamdan gap chiqaradigan bo'lsam, rahbarni birinchi navbatda masalan ishchilarga ta'sir o'tkazib bilishi. Rahbar masalan qattiq gaplagani, qachon ishchilarga ta'sir o'tkazadi, ta'sir qiladi, qachon faqatgina tanbeh sifatida qaytib ketadi. Masalan, tasavvur eting, rahbar kunda ishga 9:30 da keladi. Ish vaqti 9 da. Endi u bir ishchisi kecha qolib kelgani uchun so'kib turibdi. Bu yerda ta'sir o'tkazam u ishga. Yo'q, tanbeh bo'lib qolib ketadi. Chunki o'zi ham gelmaydi-ku bu vaqtda. O'zi namuna bo'lmadi-ku. Agar o'zi namuna bo'lsa, kunda 9 ga 20 minut qanda, 10 minut qanda kelsa, u endi ishchisini so'ksa, bu ta'sir ko'rsatishni boshlaydi. Ishchi o'ylaydi, "Ha, bu rahbar odam kelib turibdi, kunda 8:30 da masalan. Men uchun kecha qolib kelishim kerak." Deydi-da, shu narsa bor. Men uchun eng muhimi oradagi masofani saqlab bilish. O'rta masofa bo'lishi kerak. Masofada ham nima bu? Ishchingiz sizga o'z fikrini bildirishga qo'rqmasligi kerak. Bu boshqa narsa. Ya'ni nechik? Birovlar o'ylaydi, masalan, ishchi bilan yaqinroq bo'lishim kerak, men bilan orqan gaplashib bilishi kerak deydi-da. Masalan, ishchilarga kiradidan, "Hey, metanni o'chirib ko'payib ketibdi. Ya benzin qimmatlabdi, go'sht qimmatlabdi." Buyum bolalar bilan o'tirish bor, nera borsak bo'ladi. Bu yerda o'zi chegara yo'qolib ketadi. Xo'p, bunda shatib ishchingiz sizga yaqin munosabatda bo'liblar, shatib bu muammolarini sizga kelib aytib biladi desangiz, kiradi biroz gap. Kimda novi fikr, mulohaza, takliflar bo'lsa, meni yonimga kirib o'zim aytishlaringiz mumkin. Men sizlarga eshitishga tayyorman. Rasmiy eshitiladi, lekin uje navbat turibdi. Ishchi o'ylaydi, men kirib gaplab bilaman ekan. Bu uchun men hech kim so'kmaydi ekan, hech kim ishdan bo'shatib bermaydi ekan. Bo'ldi. To'g'ri yetirib berish kerak-da.
Keyin yana bir joyi bor. Men uchun eng muhim narsa bu ishchilarni vaqtida ishlashini. O'zingiz ham tajribangizni ko'rgan bo'lishingiz kerak. Topshiriq keladi. Bugun dedi soat 6 da men topshirasizlar topshiriqni dedi. Keyin soat 6 da sizdan so'ramaydi. Ertangi so'raydi. Keyin ish ishatadi, shuna o'rganib qoladi. Bugun 6 da tazan shu ishda topshiriq berami, qilmaydi shu ishni. Modellashtirib boshlaydi. Ay berib so'ramaydi buni. Talab etib bilish kerakda vaqtida. Men uchun asosiy qoidalar shu. Gaplarimiz desak ko'pda, sizdan eshitasiz bo'lmasiz. Rahbar bo'lib ishlaysiz va rahbar sifatida. Bu yerda motivatsiya degan so'zni yana ham qaytishga majburmizda, Feruzbek. Shu motivatsiyani tushuntirib berasiz, shu bo'yicha ko'proq bilasiz. Men o'zim fikrimni aytdim. Men uchun ko'proq disiplina bo'lishi kerak. Motivatsiyani ya rag'batlantirish boshqa narsalar bo'lsa bo'ladi. Lekin siz mana shuni tushuntirib berishingiz xolima, motivatsiya berish kerak. Shunday bir motivatsiya bo'lsin, ishchi shu ish joyi uchun jonini berib ishlasin-da. Bu faqat sizdan yarilgan premiyani yo oylikni olish uchun emas. Niche motivatsiya berish mumkin shu meni ishim, ishlashim kerak shu yerda deb yopishi kerak. Masalan, yaponlar bir joydan 70 ishlaydi-ku. Lekin ularning o motivasiyasi bor. Ular ishdan bo'shasa, o'zi shunday mentalitet shakllangan, boshqa joydagi, masalan, bir korxona uni ish olishga qo'rqadi. Shu yerda shunday mentalitet bor ekan, ishdan bo'shadimi, ishchini o'zi aybdor deganda. Shunday shakllangan. Ular shuning uchun yopishadi ishini. Biz ham masalan shat niche motivatsiya bersak bo'ladi, ishchilar joyini yopishsin, o'zim ishim shu deb ishlasin-da. Даже boshqalardan sal balandroq oylik kelsa ham o'tib ketmasin. Shuda qolishi kerak. Shat niche qilsa bo'ladi shuni. Feruzbek, bu endi bu katta tema. Men siz iloji bo'lsa qisqaroq o'zim nima aytib beraman. Bu shaxsiy fikrim emas. Adabiyotlar, kitoblar, o'rganishlar, qilingan tajribalardan gap chiqqan o'zim metodikamni aytib beraman. Demak, menejment endi boshqaruv san'ati-ku, to'g'rimi? Bunda asosiy narsa kutilmagan narsa bu. Biz aytamiz, ishga girib olsak bo'ldi degan narsani beramiz. Bu allaqachon shu yerda boshlanishi kerak-da. Biz avval iqtisod, keyin siyosat degan narsamiz bo'lishi kerak degan prinsipni qo'llamaymiz. Nima uchun? Chasomaylik. Girishdan oldin mehnat muhofazasini aytib qo'yishimiz kerak. Birinchisi huquqiy, ikkinchisi tashkiliy texnik jarayonlar, uchinchisi ish sharoiti, tashkiliy jarayonlar, uchinchisi texnik tuzilmalar. Men qanday apparatlarda, qanday kompyuterlarda, qanday auditoriyada dars o'taman. Shu uch narsani kelishib olish kerak. Masalan, ina otpuska masalasi bor, ta'til. Yoki kasallik bilan bog'liq ta'til bor. Bayram vaqtlarida ishlash jarayonlarini oldindan kelishib olish kerak. Bizda nishatanamiz mentalitetimizda bu etika kiritilmagan. Nishab bo'lsam, ishga girib olsam bo'ldi degan tushuncha bor. Bu narsaning ikkinchi tarafi bor. Asosini qaytamiz Feruzbek. Yana iqtisodiyotda bizda men o'zimdan bo'yicha kitoblarni o'qigan narsadan chiqqan xulosa, iqtisodiyotda cheklangan resurslar sharoitida cheksiz ehtiyojlarni qondirish deymiz, to'g'rimi? Ha? Xo'p, ya'ni formulani boshqacha qarab ko'ramiz, kreativroq ko'ramiz yoki tanqidiy, kritik ko'radik. Balkim bizda ehtiyojlarimiz cheklangan ehtiyojlarimiz uchun resurslarni cheksiz ishlatib turgandirmiz. To'ylarni ko'rishingiz mumkin. Hang, oddiy bir dush qilganda siz necha litr suv ishlatib berasiz? Hang, to'g'rimi? Aytib 7 litr suv bilan bemalol odam g'usl qilishi mumkin ekan. Lekin biz qo'shiq aytdik, vaziyat ishlatamiz. Ovqat, kaloriya haqida bu samarali kutganimizdan keyin ortiqcha vес paydo bo'lgandan keyin aytamiz, to'g'rimi? Xo'p, buni ishga qanday bog'lash kerak? Ya tamoyillarga borib taqaladi-da, ish o'rinlari aslida yetarli Feruzbek. Ishlayman degan odamlar uchun. Tushuntirib bildimmi? Lekin biz shu ish o'rinlarini yo'qotmaslik uchun birinchi atadigan xatomiz shu bo'ladi. Ya'ni nishab bo'lsam shu ishga girib olsam kerak. Buning oqibatida korrupsiya kelib chiqadi, manfaatlar to'qnashuvi kelib chiqadi. Buning oqibatida rivojlanishi mumkin bo'lgan kadrlarni salohiyati inobat olmaslik kelib chiqadi. Uje jamiyatda tushunchalar yo'qolishi paydo bo'ladi. Ikkinchisi bor kutilmagan narsa bor. O'sha yerda aytish kerak. Girganni siz mutaxassissiz, sizdan buning kutilmalarimiz bor. Mutaxassis ham undan qanday kutilmalar bo'layotganini va mutaxassis qanday kutilmalarni kutayotganini aytib berishi. Shu narsani motivatsiya deymiz Feruzbek. Hang? Men nima qilsam ishda o'sib bilaman, nima qilsam qo'shimcha daromadlar olib bilaman, nima qilsam menga nisbatan bosim bo'lmaydi. Buni 3 xil pozitsiyada ko'rib chiqishimiz mumkin. Birinchisi iqtisodiy munosabat, naf bor, naflanish 3 xil darajasi bor. Birinchisi iqtisodiy, biz iqtisodiyda to'xtab qolamiz. Oylik olsam bo'ldi, liboy ishni aytaman. Eng katta muammomiz shu yerda to'xtaydi Feruzbek. Men ham birinchi marta ishga kirganim, u nima deydi? U vaqtlarimda shuning muammolar bor edi. Hozir ham ta'limga kirib kelganimda ko'rsam, shuning muammolarimiz bor edi. To'g'ri, endi uni o'zining alohida belgilari bor. Iqtisodiy oylik olsam bo'ldi degan. Lekin
Xo'p, tasavvur eting, oylik oldik. Ikkinchi munosabat bor, ijtimoiy sabablar ham bor. Xo'p, men shu ishga girdim. Bu yerdan men o'zimni rivojlantirib bilamanmi, o'rganib bilamanmi, yoki jamiyatga nodira berib bilamanmi? Uchinchi darajasi bor, ma'naviy ehtiyojlarni qondirish, ya'ni bu yerda ishlash bilan men faxrlanib bilamanmi? Oila a'zolarimni uyaltirib qo'ymaymanmi? Yoki men o'zimni shu yerda ishlayman degan, orqa ehtiyojlarimizni qondirib bilamizmi degan tushunchalarga boramiz. Endi xulosa qilganda Feruzbek shu narsaga to'xtalib o'tsak edi, men yoqtirgan adibim bor, Steven Covey, ham aytib o'tdim. Men to'g'risi men ko'p e'tiroz bildiradilar, kitoblarni iqtibos keltirsang, o'zing mustaqil fikring yo'qmi sening degan e'tirozlar ko'p tushib qoladi. Ko'pchilik o'ylaydi, kitoblarni iqtibos keltirsang, aqlli ko'p kitob o'qigan o'xshab ko'rinasiz debdi. Lekin buni teskari ta'siri ham bor. Ya'ni aytib o'tganingiz 3 sekunddan ko'p tutib qolsa, odamni ensasiga qatadi. To'g'rimi? Yana shu narsadan, lekin aytmasam bo'lmaydi, unda munosabatlarning 4 xil shakli keltiriladi Feruzbek. Sen g'alaba mag'lubiyat usuli bor. Biz aytamiz, ahamiyat berib ko'ring, 3 yoshli bolalar yengil qilsa, yosh bolalar o'zini o'ziga yana kim birinchi boradi deb yugurib qoladi. Ular o'zlari alohida musobaqalashishni boshlaydi. Nima uchun? Oilada shu narsani baribga aytamiz. Kim birinchi yeb bo'lsa shikolat yeydi, kim oxirida qolsa aytmaydi, to'g'rimi? Maktabdan xuddi shu narsa. Bir alachini olamiz, qo'yamiz, boshqalarning qobiliyatlari hisobga olinmaydi. Ikkinchisi bor, g'alaba, mag'lubiyat g'alaba degani bor. Menga bo'lmasam balama bo'lsin, menga bo'lmasam jo'rama bo'lsin. Biz uni Hindiston kinolarida ko'ryapmiz, ya bor Radha sen sovg'atdim, Jek bilan baxtli bo'l dedi-ku. Lekin Radha buni yaxshi ko'radi, ko'rding? Buni oqibati minnat mana. Birinchisini oqibati raqobat bo'lmaydi, dushmanlik aylanadi, ikkinchisi minnat tugaydi. Uchinchisi bu mag'lubiyat. Menga ham bo'lmasin, sen ham bo'lmasin. Buni oqibati tuhmat, bo'xton, g'iybatlar bilan ketadi. To'rtinchi g'oyani keltiradi munosabatlarda g'alaba. Siz ham yuting, men ham yuting. Menimcha buni ta'kidlashning eng zo'r yo'llaridan birisi etiket qoidalarini hayotda tatbiq etish. Men endi xulosa o'rnida shu narsani aytib o'tsak edim, hurmatli kuzatuvchilar. Endi va'da bermayman, lekin shu narsani aytchakman, chunki ijtimoiy tarmoqda qoladi-da, bu narsa ertangdan so'rashni boshlaydi lekin. Shu narsa bo'yicha Feruzbek bilan biznes etiket, Sharq biznes etiketi bo'yicha bir adabiyot tayyorlashga men qo'llangan harakatlardan va'da berib qo'ymayman. Siz nima deysiz bu taklifga? Bo'ldi. Bo'ldi. Menimcha ajoyib taklif. Bu shunchaki adabiyot emas, hamma uchun dasturul amal bo'ladi, jamiyatimizga yordam beradi deb umiddaman. Izohlarda yozib qoldiring, kim yaxshi bo'ldi, kimning g'oyalari sizda ilhom bag'ishladi yoki keyingi darslarda qanday, keyingi ko'rsatuvlarda qanday g'oyalarni ko'rishni, qanday mavzularda suhbatlashishimiz mumkinligini yozib qolsangiz xursand bo'lar edim. Feruzbek bilan suhbatlash maroqli bo'ldi. To'g'risi, bunday maroqli bo'ladi deb o'ylamadim. Sizdan oxirgi yoki oxirgi demadi, shu jarayonda yakunlovchi so'zlaringiz. Yakunlovchi so'z endi bu jarayonni davom qildiramiz. Ben niyetim bor, etiket bo'yicha siz aytganingizdek kitob ham yozishimiz mumkin. Umumiydan xususiy o'tish mumkin. Umumiy yo'q, ham har biroz aytgan mavzuyimizning ichine giramiz, xudo xolasa. Kiyinishni o'zini biraddelni, salomlashni o'zini alohida, umumiy ishi, biznesda, umuman hayotda kerak bo'ladigan hamma etiket qoidalarini ko'rsatib berishga harakat etamiz. Katta rahmat sizga. Ishingizga